Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Facebook'dagi, YouTube'dagi barliq ijtimoiy tor aloqa vositalaridagi qadrli qarindoshlar. Bugungi Fidoyilar ekranininki Qur'ondan nazar programmasiniki 70-ci sonimizda yana sizlar bilan yuz ko'rishib turganimizda to'liq xushamiz. Bu programmani İstanbul'dan men Abdülaziz Baştoğrak, Angliyadan Kerem Zahir Ustaz ve Gollandiya'dan Fidoyilar ekranininki qurg'uvchisi Ahmet Fidoyi qarindishimiz birlikte sunumatimiz hamkorlashib. Bugungi 70-ci sonimizda asosli tema omonat va salohiyat to'g'riliq so'zlashimiz. Buningda qisqacha qo'shimcha temalarni so'zlab o'tay. Bo'layotgan talash-tortishlar va bundan ilgariki nurg'un masalalarda takrorlanayotgan omonat va salohiyat omillarininki bir to'plum, jamoat, millat va vatanning taqdirida qanchalik inchika va muhim ekanligini his qilmaganlar yo'q deyarlik deb qaraymiz. Endi nimani omonat deymiz, nimani salohiyat deymiz? Şəxs, cəmiyyət, millət və vətəninin amanətləri qaysı cəhətlərdə oxşaşlığa ega və qaysı cəhətlərdə fərqlənir? Səlahiyyət niməyə əsasən belgilanır? Səlahiyyətin saha bilan bo'lgan munosabəti shu. Bir sahadagi səlahiyyətin nufuzi kerak. Siyasi səlahiyyətin nufuzi qayt kireymi? Tamam, qolgan mazmunni kichik temalarni shu bizningki programdagi tushuntirishyapti. Sherdan o'qib olsanglar bo'ladi. Ammo lekin darsning ishida bu temalar chiqadi. Bu savollarning Qur'ondan nazar tariqasida ustoz Kerem Zahir bilan birga suhbat elib boramiz. Assalomu alaykum. Qanday bo'ling, yaxshimi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshi, Allohga shukr, o'zlarchi o'tishimantulama. Bizmi Xudoga shukr, alhamdulillah. 70-ci songa kelibdimiz. Omonat va salohiyat to'g'riliq bir muzokara qilsak bo'ldi ekan deb o'ylashdik. Qani ustoz, bizga shu omonat nima? O omonatni biz beradigan salohiyat qanday bo'lishi kerak? Bu jihatda Qur'ondan nazarni og'dirib baksak. Tamam. Qani marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Dunyoning haqqas joylaridagi hurmatli qarindoshlar, hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Alaykum assalom. Endi o'tganlardan jiqmushu bir masalalar ustida to'plarda jiq o'zi munozaralar bo'ldi. Shu munosabat bilan biz shu omonat salohiyat haqida Qur'onda nima deydi? Qur'onda qanchalik ahamiyatli deb qaraydi? O omonat va salohiyat niki shaxsiy, jamiyat, millat
hattaki dövlət qatarlıq orunlarda qançalik əhəmiyyətlik. Əgər onunda amanət və səlahiyyət öz ornunda bolmagan vaqtida o qandaq ziyonlanadi, boğa vaqtida qandaq faydalana aladi. Misalda, muşunun oxşaş özü nurg'ulg'an masalalar mavjud. Shuning uchun biz hammasini tafsil holatda so'zlab bo'lolmaymiz, chunki yamanchiq bir masala. Ba'zan birlarga bir misol sifatida bir misol keltirib o'tamiz. Misol shaxsiyni tatib Alloh taolo jamiyat, davlat, hattoki hamma sohaga shundoq o'zi bu omonat va salohiyatning o'zini yaxshi bir nim qilgan, uniki shartlarini shundoq yaxshi qo'ygan. Misol shaxsiy kelgan chog'da eng oddiysi shu ayol, ya'ni qiz o'g'illarniki to'y qilish masalasi kelgan vaqtida o to'y qilishdan iborat, ya'ni oila qurishdan iborat bir omonatning o'zini qandoq qilgan chog'da o salohiyatlik insonlarga tutqazgan bo'ladi. Qandoq insonlar shu omonatni elish salohiyatiga ega bo'ladi degan o'zi masalalar mavjud. Misol, buni Alloh taolo Sur Nisoniki 34-oyatida Er-ricalu kavvamuna alen-nisa'i bima fazzalallahu ba'zahum ala ba'zin ve bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-g'aybi bima hafizallah degan mush oyatlarning o'zida tafsil bayon qildi. Misolda, bir o'g'ilning o'zi to'y qilishdan iborat bu omonatni qo'liga, ya'ni oila qurishdan iborat bir omonatning o'zini qo'liga elish uchun qandoq salohiyatga ega bo'lish kerakka degan vaqtida Alloh taolo deydiki, u birinchi o'zi oilaniki iqtisodiy nemasining o'zini, iqtisodni qamday oladigan bir o'zi iqtidor bo'lish kerak ekan. Ya'ni u to'y qilmoqchi bo'lgan yigitning o'zi men bir oila qursam, u oiladan iborat o güzel bir o'zi omonatning o'zini iqtisod jihatdan qamday olamdim, qamday olmamdim degan bir narsa kallasida bo'lish kerak va shuningga salohiyat to'shqa vaqtida ikkinchisi u oilani to'g'ri yetaklab mang'alaydigan bundaq bir salohiyat bo'lish kerak. Mushu salohiyatlarga ega bo'lgan bir o'g'ilning o'zi, bir yigitning o'zi to'y qilsa, to'y qilish salohiyatiga to'shqan bo'ladi degan bundaq ma'no chiqadi. Yani jiq narsalar var bu yerda. Hem ayollar degan vaqtda to'y qilish salohiyatiga ega bo'lgan qizlar fas-salihatu qanitatun deydi. Salohiyatga, yani to'y qilish salohiyatiga ega bo'lgan qizlar qanitatun hafizatun. Oila tuzumlarining o'zini qo'g'day oladigan, uni itoat qila oladigan, hafizatun. O ailenin özünü muhafaza qila oladigan, ya'ni o'zi yo'ldosh biya ketgan vaqtida uyni qo'g'dab tura oladigan, ailening butun barlig'ini baljaqa, ailening o'z butun egilik narsalarining uyning ichidagi bor narsalarning hammasini sirtdan qo'g'dab tura oladigan mundaq o'zi bir salohiyatga ega bo'lishi lozim degan gap. Yani mushunchalik o'zi narsaga ega bo'la olgan vaqtida, ega bo'la olgandek bir salohiyatga ega bo'lgan vaqtida o qizning o'zi nima desa, nimaga o'zi to'y qilish salohiyatiga to'shqan bo'ladi degan bo'ldi. Yana boshqa bir oyatning o'zida va in anastum rushdan degan bir ibora bor. O to'y qilmoqchi bo'lgan qiz o'g'illarniki to'y qilgandan keyin o yo'lini to'g'ri ep mang'alaydigan bir salohiyati nimqa vaqtida bayqalgan vaqtida sizlar uni bayqasanglar, u vaqtida onun to'yini qilib qo'ysanglar bo'ladi deydi. Yani ailesini to'g'ri ep mang'alamdi yo'q. Masalan o'zi bir oilada, masalan mening o'g'il qizlarim bor. Ash bolalarga qarasak, bolalar to'y qilish salohiyatiga keldimi, kelmadimi? Bir uy tutsa, uyni boshqarolmamdi, uydan chiqolmamdi degan gap hamdi. Degan mana shunga o'xshash o'z nurg'ulg'an bir
şartlar bo'ladi. Bu şartlarni hozir qilgan vaqtida u to'y qilish salohiyatiga ega bo'la oladi degan gap. Endi demak, shaxsiy bo'lgan bir shaxsiy bir o'zi, yani bir oila oldidagi oila qurmoqchi bo'lgan qiz o'g'illarniki oila qurishdan iborat, ya'ni qurilgan bir oiladan iborat bu o'z omonatning o'zini qo'lga olgan vaqtda qo'lga elish uchun qanday salohiyatlarga ega bo'lish kerak ekan deganning o'zida Qur'oni Karim mushuningchilik chog'liq narsalardan tortib hammasiga omonat va omonatga salohiyat qatordagi narsalarning hammasining o'zini Qur'oni Karim bayon qilgan. Xuddi shunga o'xshash, masalan, jamiyatning o'zi desak, jamiyatda bir Uyg'ur jamiyatining o'zida jamoatchilik degan bir narsa bo'ladi. O jamoatchilikning o'zini yetaklash, ya'ni hozirgi vaqt tashkilot deymiz hamda, shunday tashkilot va hokazo qurgan vaqtida o tashkilotniki jamoatning beshiga kelgan odam degan vaqtida uning o'zimi shu jamoatning o'zini to'g'ri yetaklab mang'alaydigan, uni hödisidan chiqa oladigan shunday bir salohiyatga, ya'ni jamoatni yetaklashdan iborat, to'g'ri yetaklashdan iborat bir omonatning o'zini to'g'ri ep mang'alaydigan salohiyatga ega bo'lgan bir odamning o'zi u uning beshiga kelishniki nihoyatda muhimligini o'zini bayon qildi misol. Omonat degan so'zning o'zimi aslida dunyodagi har narsa, har turli ish va o'rinlardagi o'rtaq atalg'uniki nemasi hamda atilishi shu narsaning o'zini qo'lga olgan vaqtida uni to'g'ri o'zi ishilta olamdi. To'g'ri qo'lini olamdi, to'g'ri o'zi o'rinda qo'ya olamdi. Shuning hammasi surishti qilinadigan bir narsaning o'zini salohiyat deb qarildi deb nima qiladi-da. Qur'oni Karimda yana Sura Niso'niki 58-oyatida Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va iza hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adli innalloha ni'ma ya'izukum bihi innalloha kana samian basira degan bu oyatning o'zidimi Alloh taolo omonatni o'z ahliga berishga buyurdi deydi. Hamda jamoatniki bir o'zi jamiyatniki qurilgan jamiyatniki beshiga kelgan odamlar bundaq holatda hamda. Misol hamda hozirgi vaqtda Dünya Uyg'ur qurultayining masalalari hozir o'tirg'i chiqyapti. Buning nurg'unlagan odamlar har turli nimalarning o'zini fikrlarni o'tirib qo'yapti. Hamda bu Dünya Uyg'ur qurultayi hozirgi vaqtda chet elda Uyg'urlar nihoyatda ahamiyat berayotgan, ko'ngil bo'ladigan nihoyatda o'zi muhim bir tashkilot hamda. Agar undaq muhim bir tashkilot bo'lmasa, odatdagi bir tashkilot bo'lgan taqdirda jamoatlar, yana dunyodagi Uyg'ur xalqining o'zi uning u darajada fikr nima qilib, o'tirib o'zining fikrlarini qo'yib, bu mandaq bo'lish kerak, andaq bo'lish kerak deb uning unchoq ahamiyat berib ketmagan bo'ladi. Hozir u qadar ahamiyat berib, uningga mandaq odam beshiga kelish kerak, mandaq odam bo'lish kerak degandek, shunday fikrlarni berishlik sabab nima degan vaqtida Dünya Uyg'ur qurultayiga bo'lgan bir qadar ishonchi bor degan gap. Birinchidan, ikkinchidan u Dünya Uyg'ur qurultayiniki xalqaroda tunilgan bir tashkilot ekanligini Uyg'urlarni chaqirmoqchi bo'lsa shu qurultayni chaqirish orqali misolda uniki Uyg'urlardagi ahvolning o'zini, hol ahvolning o'zini anglaydiganligi, shunday nurg'unlagan masalalar bor misol. Shunday cho'ng tashkilotlarimiz yoki har qanday davlatdagi o'xshash tashkilotlar bo'lsin, shu tashkilotlarning hammasiga degan vaqtida bu Qur'oni Karimdagi oyatning o'zi omonatni ahliga berishga buyurdi. Ya'ni bu yerda nimani bildirdi desa, xalq omonatning egisi. Bu yerda shu xalq o'zini to'g'ri yetaklab mangadigan bir odamga bir yetakchiga ehtiyoji bor. U o'zi omonatni ovoz berishdan iborat, shu kimni boshliq saylashdan iborat bundaq bir omonatning o'zini qo'li tutib turdi degan gap. Hamda shuningga salohiyatlik, ya'ni xalqniki nimalarning o'zini
to'g'ri yeteklab mang'alaydigan, xalqni to'g'ri yeteklab mang'alaydigan, xalqning dardini to'g'ri anglatalaydigan va xalqniki maqsad muddaosi qarta to'g'ri harakat qila oladigan va shu sohada maxsus o'qigan, kasb ahli bo'lgan insonlarning o'zini va kasb ahli bo'lishdan sirt uningga sadoqat bilan, ya'ni shu haqiqiy millatni zori to'g'ri yo'lga yetaklashda xolis holatda haqiqiy maqsad qarab o'zi yo'l mang'alaydigan, yo'l mengishni maqsad qilgan mushundaq o'zi odamga berish millatniki bir omonatni ahliga berish deb qaraldi misol. Agar mushuning o'zini o'z o'rniga bermagan vaqtida biz tarixda misol hozir 300-400 yil bo'ldi. Ko'mgan kunni ko'rib hozirgachilik mana mushundaq eg'ir kunlarda yashayapmiz-da. Endi eg'ir kunlarda yashab, 200-300 yildan birisi mush kunlardan qutlanmay kirishimizning tüp sababi nima degan vaqtida xalqimizdimi yoki mayda yetakchilarimizdimi degan vaqtida xalqimizda emas, yetakchilar ekanligini to'liq men his qilib misol shaxsan. Chunki nima ish qilgan vaqtida men O'rta Osiyoda bo'lgan Sharq Turkiston ozodlik tashkilotining o'ziga oxirsiz qatilib qolgan bir yerim bor. Mana shu vaqtning o'zida xalqning uning bo'lgan qizg'inligi va uning tashlagan pullari misolda uning zodi o'zining jismoniy va iqtisodiy har jihatdan bo'lgan shu qizg'inligi shunchalik kuchli bo'lgan. Men ashada shu ishlarga shohid bo'lgan odam. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u tashkilotning beshiga kelgan odamlarniki salohiyatniki uning salohiyatini to'shmaydigan, salohiyat to'shmaydigan odamlarni kelib qolganligidan bu ishlarning mag'lub bo'lganligini his qilyapman. Chunki agar ash ishning o'zini to'g'ri yetaklab mang'alaydigan, ash kasbning egisi bo'lgan, ahli bo'lgan insonlar ash ishning beshiga kelgan taqdirda bizniki bu ishlarimiz buncha o'zi so'rilib ketmagan bo'ladi. Masalan, tarixda 1910 deymiz, 11-yilmi, 20-yillar deymiz, 33-yil deymiz, 44-yillar deymiz. Mushu jarayonlarda bo'lgan inqiloblarimizning hammasida bizniki mag'lub bo'lishimiz askar jihatdan Xitoy bilan o'zi urush qilish jarayonida biz urushda askar mag'lub bo'lganlik sababidan biz mag'lub bo'ldikmi yoki siyosatda mag'lub bo'ldikmi? Mushu narsalarni o'ylasaqlar, bu narsa nihoyat aniq bo'ldi degan. Ya'ni bizning millatimiz hech bir zaman janni berishdan, qinni berishdan va pulini berishdan hech bir zaman hech qanday bir yerda qochgan emas. Yani qanday bir yer kelsa, o'ziniki zot vatan millati va o'zini kelajagi uchun janini, melini berib kirgan odamlar nihoyat ko'p bo'lgan. Uni kontrol qilib, shuni joyida o'zi harakat qildirish iqtidoriga ega bo'lmagan odamlar o'tirib chiqib qolganligi uchun u ishning o'zi oxirisiga kelib cho'digan vaqtda mag'lubiyat bilan oxirlashgan. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda, sizlar bu yerda omonatni bermoqchi bo'lsanglar, uni ahliga beringlar. Ahliga beringlar deganning o'zi shu ishni biladigan, shu ishni haqiqiy o'qigan, shu ishni qilib oxirisiga chiqara oladigan iqtidor egasi bo'lgan insonlarga beringlar. Misol biz eng oddiysi Bosna Hersekniki nemisi İzzet Begovichni Yamanbek mushu nemining o'zida mush Facebook deymiz, u bu yerda ashniki gaplarning o'zini tarjima qilib yozib qo'ydigan ayndaq ishlarni aytib ko'p bizning millatda. Voy, Ali İzzet Begovich andaq debtimish, mandaq debtimish deydigan gaplar bor. Nima uchun undaq deydi? Ash odam nima uchun o'zi mushu Bosna Hersekning o'zini qurib chiqish iborat mundaq cho'ng bir ishning o'zini boshqa chiqdi degan vaqtning o'zida bu odam shuni o'qib, shu sohada yetilgan bir odam, shuning ahli bo'lgan bir odam. Uning uchun bu ishning o'zini boshqa chiqoldi. Qayerda qanday qilishni, qanday yo'lni, qanday o'zi mengishni, qayerga borgancha nima ish qilishni hammasini to'g'ri bilganligi uchun bu odam bu ishni oxirisiga chiqib, bu Bosna Hersekni iborat bir davlatning o'zini qurib chiqdi. Biznikilar degan vaqtda bizniki bir qancha qatim masalan shunchalik cho'ng badallarni to'lagan bo'lsaqmi, eng oxirgi hisobda bir siyosatning o'zida o'tirib qo'yganligi sababidan va bir qism yerlarda o'ziniki shaxsiy o'ch adovatining o'zini davlatniki manfaatidan oliy bildigan ishlar mavjud bo'lganligi uchun
bizniki ishimiz mushundaq o'zi oxir so'zilib ketdi. Nurg'un qatim mag'lubiyat bilan oxirlashdi bu ishlar. Tökken qonlar hammasi o'z bekoga ketdi. Misal men bildigan mushu 90-yili 4-oyning 5-ida bo'lgan barni voqeasini boshlab mening esimda bor ishlar G'ulji voqeasi deymiz. Misal undan keyin nurg'unlagan ashundaq o'zi ushaq-tushak ishlar nurg'un qatim bo'ldi. Bu ishlarning hammasiki mag'lub bo'lishniki tub sababi nima degan vaqtida hech qanday siyosiy ong yo'q holatda. Bir ishni qilish kerak, o'lish kerak, shahid bo'lish kerak u odam, shahid bo'lgandan keyin jannatga kirib olish kerak. Yani hammasi shaxsiy muddao mandaq aytgan vaqtida. O'zini nima qilib lekin o'zini o'ylabla zodi qiyomat ko'z men jannatga kirib olsam bo'ladi. Deb lekin jannat kirish, savob olish, jahannamdan qutulishdan iborat mushu muddao uchun kurash qilmoq. Allah Taala Qur'oni Karimda hech bir zaman birinchi o'ringa o'zining rizoligini, savob olishni, jannat kirishni, do'zaxdan qutulishni yozgan emas. Hech qanday bir yerda, Qur'onning hech qanday bir yerda. Bu 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinda keladi bu ish. Bu Alloh rizoligi, jannatga kirish, jahannamdan qutulish deganning o'zi. Birinchi o'rinda nima keladi degan vaqtda, birinchi o'rinda ash odam shu ishni o'zini to'g'ri qilish. Shu har bir o'zi qilish nima? Hatto kiyim-kechak kiyishdan tortib toki kurash qilish yoki o'zi pul mol joy xashlashdan iborat hammasiga Alloh taolo nima kelimasini ishlatdi? Taqvo kelimasini ishlatdi. Taqvo kelimasi to'g'ri qilish degan bo'ldi. Yani xatolikdan saqlanish deganning o'zi, yani bir ishni to'g'ri qilish. İnsanlar bir ishni tutgan vaqtda u ishni birinchi qadamda qilgan vazifa nima desa, u odamniki kallasiga o'zi kirdirib olgan narsa, men bu ishni qandoqqani to'g'ri qilib, men bu ishni o'zi oxirgi nishonga yetkazaman degan o'ylash kerak, degan gap. Asla men savob olish uchun, Allohningki roziligi uchun va kaza deganning o'zini birinchi o'rin qo'yib olmaslik kerak. Nima uchun degan vaqtida u ishni to'g'ri qilgan vaqtida Alloh taolo buyurgan bir buyruqning o'zini to'g'ri qilgan vaqtida u odamdan Alloh taolo rozi bo'ladi, to'g'ri qilgan odamdan rozi bo'ldi. Allohning rozi bo'lishi u insonniki u ishni to'g'ri qilgandan keyin bo'lgan ish u. Allah rozi bo'lgandan keyin u odam jannatga kiradi, jahannamdan qutuladi. Ammo u yerda bir ishni qilsam bo'ldi-ki, men ishni mendaq qilsam, men o'lsam jannatga kirdi ekanman degan o'zi bana bilan mushni mendaq qilib qo'ysam Alloh rozi bo'lgan o'xshaydi degan mundaq o'zi qarash yo'l qischa degan vaqtda u odam asla Allohning roziligiga yetolmaydi. Chunki nima uchun degan vaqtda u odam birinchi qadamda ishni to'g'ri qilishdan boshlamaganligi uchun, birinchi qadamda manfaatdan boshlaganligi uchun bu odamdan Alloh taolo rozi bo'lmagan gap. Shu Qur'oni Karimda nima deydi desa, Allah Taala Qur'on nima dinning o'zini nima qilgan vaqtida muxlisina lahuddin degan ibora va Qur'oni Karim nurg'u yerda bu muxlisin degan ibora har bir ishning o'ziga xolis niyat bilan. Ya'ni uni hech bir zaman Allohning rizoligini ta'ma qilmay turib, jannatni ta'ma qilmay turib, jahannamdan qo'rqishni, jahannamdan qutulishni ta'ma qilmay turib, xolis niyat bilan faqat u ishni to'g'ri qilish. Alloh taoloniki bu yerda insonlar qo'ygan vazifasi bu. Uni to'g'ri qilgandan keyin u o'zi qalbida iymon va bundaq bir inson bo'lsa, undan Alloh taolo rozi bo'lgan gap. Alloh taolo rozi bo'lgan ishning hammasida savob bo'ladi. Savob bo'lgan ishning hammasi cho'disa u odam jannatga kiradi. U vaqtda kelgan narsa. Shuning uchun bu yerda Alloh taolo nima deydi desa, omonat sohasida gap qilgan vaqtidami, omonatni ahliga berish. Agar o'zi bizning millatimiz mushundaq saylamlar mayli her qanday bir qurultayning olsun, her qanday bir odatli tashkilot olsun, yoki bir jamoat arboblari olsun, her qanday bir insonning o'zini jamoatning beshiga saylagan vaqtida qanday qilish kerak degan vaqtida şu odam aş ishni to'g'ri qila olamdi yo'q. Aş odam aş ishning ahlimi emasmi? Aş ishni bildigan odammi emasmi? Aş ishni qilib oxirsiga chiqaradigan odammi emasmi? Buning o'zini nihoyat yaxshi surishti qilish kerak va shuni bildigan, qila oladigan, o'disini chiqa oladigancha odam berish kerak degan gap. Masalan, Yusuf Aleyhisselam'daki bir vakalik zikri kılındı. Sure Yusuf'un özde 54-55. ayetinin özde
Padişah Yusuf Aleyhisselam'ın özünü ben seni yanımda meniki vezirim kılıma dep şu yerde vezir kıp saylaydı. O vaqtda padişah nemde şu olgan gep cemaat saylagan bir işim yok. Sen meniki vezirim bolsa diye vaqtda Yusuf Aleyhisselam nemde edilse Qala cealni ala hazainil ardi inni hafizun alim degan mushu o'zi bir jumla bilan javob berdi. Padişah'a. Sen beni yani yezi egilikke başlık qilib qo'ysang, yani yezi egilik deganning o'zi dehqonchilikqa başlık qilib qo'ysang sen beni. Dehqonchilikni boshqargan ishni menga bersang, nima uchun degan vaqt inni hafizun. Men u dehqonchilik mahsulotlarining o'zini qandaq saqlashni bilimi va alimun va u dehqonchilik sohasidagi ishlarni ham bilimi. Dehqonchilikni qandaq qilishni hem bilimi hem o'zi bu yerda o dehqonchilikdan chiqqan mahsulotlarning o'zini qandaq saqlashni men bilaman. Men bu ishni bilganligim uchun men bu bildigan ishimning o'zini menga bersang, men o sana maslahatchi bo'lsam, men u maslahatchilik qilaman, lekin meniki bildiganim ma'u deylik. Bu o'z Qur'onda kelgan bunda nima oyatlar jiq. Misol Sura Baqaraning oxirisida la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat va alayha ma iktasabat degan oyatning o'zida taqat yetadigan ishga Alloh taolo taklif qiladi deydi. Demak bu oyat nima desa, bir ish kim qas ishni qila olsa, men mush ishni qilay. Men ma ishni qila olayman deyish u insonniki vazifasi degan gap. Agar o odam o ishni qila olmaydigan bo'lsa, Yusuf Aleyhisselam deganga o'xshash, Yusuf Aleyhisselam mana podshohning yanında turib aşağıda o'zi bosh maslahatchi bo'lib, bosh vezir bo'lib aşağıda ishlagan bo'lsa, Yusuf Aleyhisselamga rahat. Yusuf Aleyhisselam aşağıda o'zi u podshohniki maslahatchisi bo'lib boqmagandan hayotida o kichikdan dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan odam bo'lg'achqa, u nima qilgan degan vaqtda men dehqonchilik ishini yaxshi bilaman va bu bug'doy qo'noqlining o'zini qanday saqlashni ham yaxshi bilaman. Onun uchun mushu vazifani menga bergan deylik. Unda xo'sh biz qanday qilamiz degan vaqtda biz har qanday bir vaqtning o'zida biz o'zimiz biladigan, o'zimiz o'qigan ham o'zimiz shu ishniki egisi bo'lgan, ahli bo'lgan ishning o'zini biz talab qilish vazifamiz bor degan gap. Agar biz qilolmaydigan, o'qimagan sohadagi ish bizga yuklanib qolgan vaqtda jamoat xafa bo'lmanglar, ma ishning o'zini men bilmayman, ma ishning ahli emasman. Deyish lazım degan gap. Agar ashni qilmagan vaqtda degan vaqtda bu yerda o'zi nurg'un oyatlar bor yana ashundaq o'zi ahli bo'lmagan insonlar bundaq bir ishni qilib qolgan vaqtda uniki oxirgi ziyonning qanday bo'lganligini. Masalan, tarixni ko'rsakmi biz tariximizda ahli bo'lmagan insonlarniki o ishning beshiga kelib qolgandan keyin, masalan, shu Saydiya xonliginiki tarixining o'zini o'qisak, undan keyingi nurg'ulgan tarixni o'qisak, masalan, uning 5lik tarixini tortib, tarixda salohiyatlik podshohlar davlatning beshiga kelgan vaqtda davlat taraqqiy qilgan, davlat kuchlangan, salohiyatsiz podshohlar kelgan vaqtda davlat mag'lub bo'lgan, davlat xarobalikqa aylangan, millat parakanda bo'lgan misolda. Nurg'un inqilobning o'zini mashtaq nima uchun degan vaqtda u beshi tug'an odamniki qanchalik muhim ekanligini bildirgan narsa. Mesela Peygamber Aleyhisselam Medine'de Zeyd ibn Sabit'nin özünü nemege şu askerlik şu vefat oluşunun aldıda askerlik beşikip bir yer evadidir. O yerde Ebu Bekir ve Ömer ve Ali ve Osman ve nurgulgan sahabalar var ama o kişinin evadidir. Nima uchun degan vaqtda u kishi o'zi urush mahoratini bildigan bir odam bo'lganligi uchun. Keyin yana o'zi 30 ming odamga nima boshliq qilib, uniki bolasini yo'lga soladi. Payg'ambar alayhisalom shu jarayonda o'lib ketdi. Nima uchun degan vaqtda uning bolasi ashundaq o'zi urush mahorati va urushning o'zini biladigan bir odam bo'lganligi uchun buningga Payg'ambar alayhisalom ashuni tanlaydi. Nurg'ulgan bo'lmasa, shu Payg'ambar alayhisalom bilan Peygamber ben peygamber buldum. Allah Teala beni peygamber kıldı degenden başlap amenna diyen Ebu Bekir koşaş
öz sahabalar var şu yerdə. Aş sahabılını tatip aşının özünü sen mani qılğın deməsdən, adamın özünü əskerge baş qılıb, evet sebep neymi deyə vaxtında? O adam onu bildiğen boğanlığı için Peygamber Aleyhisselam şunu tallaydı. Mesela Halid ibn Velid deyimiz. Halid ibn Velid'nin özü şu Peygamber Aleyhisselam Medine'ye kelgəndəki Medine'ye kilitdə qancha yıldan keyin o İslam'ı kabul kıldı. Yani en azı olsa Peygamber Aleyhisselam peygamber olup 19-20 yıldan keyin özü İslam'ı kabul kıldı adam. Kelgəndəki keyin askerinin özünü aşına tutquzdu. Nurgu yeğenin özünü şu Halid ibn Velid'nin qulu bilen fətih kıldı. Nima üçün deyə vaxtda o askerliğini bildiğen bir adam boğanlığı için. Onundan başka misal Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret qilgan vaqtdan bir müşrikning o'ziga pul to'lab bizga yo'l boshlab Medine'ga olib qo'ydi deb o'zi nim qiladi, ish qiladi. Bir musulmonni akilib sen biz bilan o'z bir dinda ekansa, ma yo'lni sen boshlag'in demasdan bir mushrikning o'ziga yo'l boshliq qilib Medine'ga keldi Peygamber Aleyhisselam. Nima sababdan degan vaqtda yo'lni bildigan odam bo'lganligi uchun. Yani jig'ib aytgan vaqtida bir o'zi omonatning o'zini bir odamga tutqizish Qur'oni Karim belgilagan bo'yicha aytgan vaqtida qanday qildi ekanmiz degan vaqtida ash omonatning höddəsini chiqa oladigan, shuni zodi manzilga apara oladigan insonga tutqizish nihoyat muhim ekan degan gap. Endi bu yerda gapni uchuqni qilsak bo'ladi. Hozir masalan bir qarindoshimiz nimaga Dunyo Uyg'ur qurultayiniki raislikka nomzod o'tdi, shundan chiqqan bir gaplar bo'ldi. Biz bir tashkilotni o'rib o'tish vaziyatimiz yo'q. O'rib olsak bo'lmaydi. Arantasda o'zi musholatga kelgan narsa. Uni o'ngishimiz lozim. Ichidagi bir qism xato narsalarni o'ngshash orqali millatga to'g'ri o'zi nim qiladigan, foyda yetkazadigan bir holatga akilish nihoyat muhim. Shuning uchun biz bu sohada o'qigan, o'zining salohiyati shuni to'shqan bundaq insonlarniki bundaq tashkilotning beshiga kelishini nihoyat o'zi butun millat orzu qilayotganligi uchun uning ustiga xalqaro vaziyat nihoyat keskin bir holatga kelganligi uchun tasodifiy bir ahvol bo'lgan vaqtda bizniki xalqimizning oldidagi insonlarning o'zimi xalqimizni yo'l boshlab ketayotgan insonlar şu xalqni to'g'ri yo'lga yetaklab manglaydigan bir holat shakllansin uchun xalqimiz uni boshqatirayotgan ishlar va uning uchun biz bugungi bu suhbatning o'zidami omonat va salohiyat deganning o'zida omonatning o'zi vatanni ozod qilishdan iborat, yana o'zi vatanni ozod qilishga qarta tashkilotniki jamiyatning beshiga keladigan insonlar o'zi saylashdan iborat bir omonat va bu omonatning o'zini o'z ahliga topshirish degan vaqtda insonlarimizni to'g'ri yetaklab manglaydigan iqtidor egasi, salohiyat egasi, shuni o'qigan amalning berichi kasbiy bo'lgan shunday bir insonlarga topshirishniki nihoyat muhimligini his qilib bu suhbatning o'zini bugun o'rinlashtirgan bo'ldik. Misol biz nurg'un qatim dedik, bu tashkilotchilikda masalan bir davlatchilikning misolga olgan vaqtda ichki siyosat, tashqi siyosat deymiz. Tashkilotga o'xshash. Misol ichki siyosatning o'zida bir territoriyada yashaydigan xalqniki o'rtaq manfaatini chiqish qilgan holda uning barobarligini ichki siyosatda va adolatning o'zini ching tutish va shuning qarta harakat qilish bu yuqori qatlamdagi insonlarning vazifasi. Misol Sharq Turkistonda nurg'un millat yashaydi. Uyg'urlar ko'p sonliqni egallaydi. Uningdan boshqa millatlarmi bor? U millatlarning hammasiniki Sharq Turkiston uchun kurash qilish, Sharq Turkistonga hassa qo'shish, u yerdagi o'rtaq manfaatimizni qo'g'dash o'rtaq bir vazifasi bo'ladi. Endi buning o'zini hammasini o'rtaq bir bayroqning ostiga, bir shuarning ostiga yig'ish bu o'zi shu tashkilotniki, shu o'zi jamiyatniki, beshidagi insonlarniki iqtidoriga beg'ishli ish bo'ldi endi. Agar u iqtidorli odam bo'lsa, qancha millat bo'lib ketishni qat'iy nazar. Masalan, Sovet davrida Lenin degan bir tozning o'zi o'tirib chiqib, butun Sovetdagi
Aşı 100 neçe nim barmı şundaq öz nurgun millet var bir eken bu. Aşı milletinin hemmisini bir bayraqның astığı jığıp, biz Sovet İttifaqının özüne, yana Bolşeviklar partiyasinden qılıp, Sovet Sosyalist Cumhuriyetinin özüne qurup çıqqan bir vaqalikli var tarixda. Xuddi şununğa oxşaş Mao degan Xitoyning özümü 56 millet deydi. Şu 56 milletning hammasini voy biz hammamiz barobar, hammamiz o'xshash millat deb aldab yurib desimi, nima qilishni qat'iy nazar shu yerda o'zi Jungodan iborat bir davlatning o'zini qurdi misolda. Demak, ashnaga iqtidoriyati degan gap. Ham bizcha degan vaqtda biz shu yerda bizniki ajdodlarimiz siyosatni, xalqaro siyosatning o'zini yaxshi bilib qilgan bo'lsa edi, o vaqtda biz mushu kunlarning o'zida Xitoyga o'zi mush etib, ularni yo'qol Xitoy deb yurishni o'rniga mustaqil vatanimiz bo'lgan bo'ladi. Dunyoda o'z erkin yashab bu sarsonlikni ham nim qilmagan, tatmagan bo'lardik. Demak, ichki siyosatni qilish, ya'ni bizniki mamlakatimizning ichidagi butun o'zi millat, har qanday millat bo'lishidan nazar Xitoydan boshqa butun millatning o'zini vatanni qutqizish, vatanni qurib chiqish, Sharq Turkiston davlatini yani qayta asliga keltirish uchun harakat keltirish bu siyosatchilarniki, usta siyosatchilarning qo'lidan keladigan ish degan gap. Yani tarixdan buyon shunday bo'lgan. Misol, Uyg'uzxon deymiz, undan keyin o'zi Mo'yinchor deymiz, shu Uyg'ur urug' xonligini qurgan, shu podshohlarning hammasi davlat qurgan vaqtda faqat bir talla millatni birga akib turib qurgan emas. Bütün Türkiye millet ve Türkiye milletke yandaş olan milletinin hemmisini bir yere ekip durup bir bayrağını astığı jığıp öz devletini kurgan ve kuşlandırgan. Kaçan ki iktidarsız bir padişah şu kelgen vaqtida o devletniki uşak tuşak özü nemeleri hemmisi milletleri ayrım bulup şunu ola özü devlet vayron ketken. Demek bu yerdeki narsa neme degan vaqtida işning beşideki insanlarniki naiti muhim rol oynaydiganligi. Eğer o insan usta şu işni resmi biladigan insonlar bo'lsa, u yerda u ish cho'qim amalga oshadiganligi. Payg'ambar alayhissalom misolga olsak, misol Payg'ambar alayhissalomniki bayrog'ining ostida Yahudlar va Xristianlar va mushriklar va musulmonlar va mushlarning hammasini nim qildi degan vaqtda hammamiz bir jo'grafiyada yashaymiz, hammamiz o'xshash bir insonlar. Har bir insonniki diniy e'tiqodi o'ziga hech bir millat, yani bir millatni o'zi haqoratlamaydi. Bir millet, yani bir milletni kamsitmaydi ve onun yaman laqabni qo'ymaydi. Qur'oni Karimdagi o'zi ko'rsatmasi bo'yicha deb o'tirib, hammamiz o'xshash deb barobarlikni va adolatni o'zi davlat ichida ashining o'zini tashabbus qilganligi uchun, ashini o'tirib qo'yganligi uchun va ijro qilgan vaqtidami, ashi bo'yicha ijro qilganligi uchun butun o'zi Makka, Madina va uning atrofidagi arablar, yahudlar hammasi bayroqning ostiga kirib, shu bir davlatni qurish o'zi imkoniga ega bo'lgan. Keyin misol Hazrat Umarning zamonlarida nayt o'zi kengayib, hamma o'zi O'rta Sharq hammasi deymiz, Shimol Afrika deymiz, nurg'u yerning o'zi shu islom bayrog'ini ekan musulmonlarning bayrog'ining ostiga kirgan. Buning hammasi sababi nima degan vaqtda u yerda adolat tashviq qilinayotgan, hammamiz barobar bir inson degan so'z tashviq qilinayotgan bo'lg'achqa, u izlayotgan insonlar barobarlikni, adolatni anglagandan keyin uni kirdigan gap. Xuddi shunga o'xshash bizniki oramizdami bütün shu mamlakatimizning ichida yashaydigan Xitoydan boshqa bütün millatlarning o'zini millatlarniki shu tuproqda haqqi borligi, shu tuproqni ozod qilish uchun bir kishilik hassini qo'shishniki lozimligi, o'zining majburiyat ekanligini bildira oladigan bir o'zi yetakchi bizning beshimizga kelgan vaqtida qanday bo'ladi deganda u bütün insonlarning o'zini harakatga keltira oladi. Ve o vatanni azat qilish ishi mana shunday ishlardan boshlandi degan gap. Ham tashqi siyosatchi degan vaqtda tashqi siyosat hech bir zaman payg'ambar alayhisalom dinni yoki adolatni so'zlab o'ltirmagan. Nima uchun degan vaqtda u kuch yetmaydigan, gap o'tmaydigan yerga dinni so'zlasa, u yerga adolatni so'zlash hech qanday oqmaydi. Uning uchun u yerda ikki davlat o'rtasida qildigan munosabat nima degan vaqtda davlatning oliy manfaati asos qilindi. Payg'ambar alayhisalom eng oddiysi shu Madina shu vaqtda davlatniki markazi bo'lib qolgan. Keyin Makka bilan o'zi Makkaliklar bilan kelishim tuzgan vaqtda Hudaybiya sulhisining o'zidimi shu Madinaniki
yani aşı dövletniki özünün dövletinin menfaatini asas qilib turib tüzügen. Hatta ki Mekke'de bir Türk'ün özü Müslümanlar batı, şunun özü putkuldu kişen halette Peygamber Aleyhisselam'ın kaşığa kaçıp gelgen Müslümanlar boğsu mu? Şunun özüne aşı Mekke'deki, Medine'deki Müslümanlar, Medine'deki devletindeki menfaat için qaytib turuşunun özüne şu yerde buğurgan, hatta şunun özüne benim bizni kaçımız kipto dev turup dini noktadan, qaramasdan devletçilik noktasıdan qarash orqali buni o'zini qaytarib o'tgan misolda, ya'ni davlat manfaatini birinchi o'rin qo'ya olgan. Hozir misol O'rta Sharqdagi musulmon davlatlar yoki turkiy davlatlar misol O'rta Osiyo va Turkiyani tortib hammasi Xitoy bilan munosabat qilish jarayonlarida bizni o'tirib chiqarib turib, mana huquqini bersa deb o'tirib siyosat qilayotgan yer yo'q. Nima qilyotdi desa, o'ziniki davlatniki oliy manfaatini birinchi o'rin qo'yadi. Yani bizniki beşimizga, yani bizniki teşkilatlarımızın beşiğe kelgen adamlar qanday qilish kerak degan vaqtda davlat manfaatini birinchi o'rin qo'yish bu o'zi Qur'oni Karim buyurgan ve bütün peygamberler, davlat qurgan peygamberlarning hammasi degan vaqtda davlat manfaatini birinchi o'ringa qo'yganligini bildirdi degan gap. Şoň biz vatan sirtidagi bütün o'zi Uyghur xalqi yoki Sharq Turkiston xalqining har qanday qilish kerak degan vaqtda tashkilotlarimizniki bo'libmi xalqaralashgan tashkilotlarniki beshiga kelgan odamlarga qattiq diqqat qilishimiz lozim va uni amalning bericha shu kasb ahli bo'lgan insonlar o'tirib chiqish lozim. Agar kasb ahli bo'lmagan insonlar o'tirib chiqqan vaqtda degan vaqtda Qur'oni Karimda u vaqtda u o'ziga o'zi zulm qiluvchi bo'ladi deb o'zi bayon qiliqliq. Ve ama başka bir rivayetlim var bu haqda, yani rivayetlim birazrak koşup koy bu haqda. Bir rivayetin özü iza usnidel emru ila gayri ehlihi pentaziri sa'a. Diyen rivayet var. Yani biz diyor ise iza zuyiatil amanatu pentaziri sa'a diyen rivayet var. Yani bu Peygamber Aleyhisselam diyen bolsun demegen bolsun bu özü Kur'an-ı Kerim'deki mezmunu uygun keldiğin bir rivayet. Yani doğru bir rivayet deyimiz bunu. Bu nima degan bo'ldi desa, ish o'zining ahliga berilmagan vaqtda qiyomatning qoyim bo'lishini kut degan gap. Ya'ni seni ishing tugaydi degan gap. Agar sen bir ishning beshiga shu ishniki ahlini keltirmasang, u ishing tamoman vayron bo'ldi. Ya'ni buning o'zi eng oddiysi. Bir o'yselishdan tortib, oila qurishdan tortib, jamoatniki ishlarini qilishdan tortib, taki o'zi har qanday bir sohada shirkat qurish olsun, yoki bir do'kon ochish olsun, yoki o'zi tijorat qilish olsun, har qanday sohada shu sohani bildigan odam, ya'ni qanday bir ishni qilinsa, shu ishni bilmay turib qilish u ishniki halokatni keltirib degan gap. Ya'ni bir odam tijorat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, o ticaretini bilmeydiğin bir adamın özü berip o ticaretini kısa 5 köy kalgan nesin 4 köy seti jürüp özü kısa o veyran bulduğun gibi. Şunun için bu yerdeki nesin neymi diye vaxtıda bu işini bildiğin adam bu işinin beşiği kemmese o iş veyran buldu. Vatan ısırtıda nurgulluğun özü kıyırdaşlarımız var. Nurgun işinin özüge mesela ben hazır kurultayniki nemelerdim mi şu vekilligidim mi çıkarttım adette. Ama biz her qanday bir tashkilotga to'g'ri usul bilan so'z qilish va uniki bir qism yerlariga fikr qatnashtirish haqqimiz, huquqimiz bor. Nima uchun degan vaqtda bu tashkilotlar vatan da'vosi qiladi. Vatan bütün Uyg'urlarning o'rtaq yoki Sharq Turkistonliklarniki o'rtaq o'zi tuprog'i. Bu tuproqqa qarta harakat qilgandan keyin biz buning qarta fikrimizni bildirishimiz va to'g'ri fikr berishimiz özümüzdeki vazifesi degan gap. Şunun için bu yerda nima bo'ldi degan vaqtda bo'lib hozirgi vaqtda qurultayniki beshiga kelish oldi turayotgan kishiniki bir o'zi buni layoq to'shmaydigan bir inson bo'lganligi uchun o'zi nihoyat yaxshi bir odam. Lekin uni layoq to'shmaydigan bir odam bo'lganligi uchun biz mushu narsaning o'zini eskartib qo'yish, xalqqa anglatish va xalq buni kuch chiqarish orqali salohiyatli bir odamni akilish xalqning qo'lida misol. Xalq uni qurultayni majburlash kerak.
Her qandaq yerdə, misal Türkiyədə olsun, Türkiyənin özüdümü her qandaq bir təşkilat olsa, təşkilatның beşiq kelgan adamның özü şunun salayət toşam toşmamdı. Bunun qari yoki dini alim bo'lish nima emas, muhim emas. Uni biladigan, shuni qila oladigan odam bo'lish kerak. Butun hamma ishning o'ziga dini alim bo'lsa, u dini alim deganning o'zi butun narsani biladi degan bir narsa emas. Faqat qiyliqal shu rivoyatni uni buni o'qishga odamlar degan gap. Hattoki hozirgi bizdagi dini olimlarimiz Qur'onning o'zini tuzuk tushunmaydigan dini olimlarimiz mavjud. Unda bo'lgandan keyin bu yerki masala nima degan vaqtda millatniki ishiga kelgan vaqtda hammamiz tik tura oladigan va u omonatni o'ziniki ahliga berish uchun kurash qiladigan, uni faqat sukut qilmaydigan, uningga o'zi sal qarmaydigan bunda holatda bo'lishimiz lozim. Yani o mening ishimmi o? Aşağı adamlar qıptiki, o aşağı adamning ishi deyishning o'zi vatanga millatga bir xiyonat hisoblanadi odatda. Chunki o odamlar vatan millat uchun ishlaymiz deyapti. Degandan keyin bizchi degan vaqtda u vatan millat bizning vatanimiz, bizning millatimiz. Bizim onun uchun kurash qilish vazifamiz va majburiyatimiz va onun uchun u ishniki beşik keladigan odamlarni to'g'ri odamlarning kelishi uchun biz o'zimizning qo'ldan kelishicha harakat qilish ham majburiyatimiz va degan. Üçüncüsü sadakat. Aslında bu programın özde amanet, layakat, sadakat deb nima qilish kerak, ammo bunun özünü men o'zimni qo'ydim. Sadakat nəhayət muhim o'rin turdi. Chunki bir ishni qilgan vaqtida u ishqa manfaat talab qilib yoki yuz obro'y talab qilib yoki dunyoda otilib qolish uchun, tarix yezilib olish uchun bundaq o'zi harakat qilish u ishniki mag'lubiyatni keltirdi. Uning hech qanday ish bo'lmaydigan. O zot haq nima deyapti, uning bilan ish yo'q. Faqatla shu ishning o'zini samimiylik bilan qanday qilganda men shu menga berilgan vazifaning o'zini o'z manziliga yetkazima deb shu to'g'riliqqa boshqa turadigan bundaq insonlarniki bo'lishi nihoyat muhim o'rinda turadi. Ya'ni biz agar vatanimizni ozod qilamiz deydigan bo'lsak, vatanni ozod qilish uchun birinchi bizniki shu ishqa o'zini atgan, shu vatan millat uchun, vatanning ozodligi uchun o'zini atgan insonlarniki chiqishiniki nihoyat muhimligini o'zini bildiradi degan gap. Agar biz shu o'ringa layoq to'shqan insonni chiqarmagan vaqtida tamam o ishniki tamamen mag'lub bo'lganligini o'zini biz kutib olsak bo'ldi. Şu Qur'oni Karimning o'zi samimiyatni, sadoqatning o'zini bayon qilgan chaqda muxlisina lahuddin, ya'ni payg'ambar alayhisalom bu haqda bir rivoyat bor. Sen shu nimadan yansang, shu payg'ambar degan o'zi yana shu islom dinidan iborat, shu dinni yetkazishdan iborat, shu ishning o'zini qilishdan yansang degan vaqtda payg'ambar alayhisalomga nisbat berilgan bir rivoyatda agar o'zi o'ng qo'limga kunni, so'l qo'limga oyni bergan taqdirdami, men bu ishimdan yonmayman degan shundaq o'zi bir rivoyat bor. Gerçi bu rivoyat rost yolg'onligi u ayrim bir masala. Va lekin inson, ya'ni shu ishning beshiga kelgan inson u qadar o'z samimiy bo'lish kerakki, u ishda qat'iy ishning o'zini boshqa chiqish, mayli yalang'och qolsin, mayli osh qolsin, mayli xalqning haqoratlarini anglasin. Uning qat'iy nazar maqsadi qandoq qilganda shu tutgan ishning o'zini oxirgachilik g'alabaga erishtirish. Mana shu maqsadda bo'lish o'zi nihoyat muhim. Shuning uchun Qur'oni Karimda natijada o'zi muxlisina degan o'zi ibora keladi. Nihoyat xolis samimiylik bilan shu ishning o'zini qilish nihoyat muhimligini o'zini ko'rsatadi. Bizning ota-bobomizmi shundaq masalalarga qarta qushqash bo'lsinmi qassob so'ysin degan o'zi bir so'zni qilib qo'yganki o'z vaqtida maqol tamsil qatorida, ya'ni har qanday ishni qilgan vaqtida, ya'ni har qanday ishni men bir ishni qilg'izmoqchi bo'lsa bir odamga u qanday qilish kerak degan vaqtida shu ishni biladigan, shu ishni qila oladigan odamga qilg'izish nihoyat muhim degan bo'ldi. Ya'ni qushqashni so'ymoqchi bo'lsakmi,
Aş qassobni akelsak, qassob qandaq o'zi uniki so'ydigan usullarini yaxshi biladi degan gap. Shuning uchun biz eee, omonatdan iborat bu muhim bir narsaning o'zini uni berishga tegishli bo'lgan, layoqatlilik to'shqan mundaq insonlarga berishimiz bu xalqniki gardindagi vazifa. Agar xalq mushu vazifaning o'zini ado qilmay, voy bizning ishimizmi u? Voy nim shuni qilsin, qilib boqsin yoki u odamni chiqib uni qilib boqsin desa, bo'ldi u biz tashkilot qurib, hokazo qilib vatanni ozod qilish ishlaridan unchalar umid kutmasak bo'ladi. Chunki nima uchun degan vaqtida biz o'zimiz xalq bo'lish sifatimiz bilan omonatni o'z ahliga berishga kuch chiqarmasak, u vaqtda bizniki zot qiyomatimiz qoyim bo'lishga biz rozi bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun bu yerda bütün xalq mush ishga qat'iy diqqat qilishi lozim, ahamiyat berishi lozim, nihoyat muhim bir ish deb sanashi lozim. Vaqti kelsa shunday yig'inlarga biletni elib berishi lozim. Shu yerda umumyuzlik bilet tashlab qilishi lozim. Chunki kelajakdagi ishimizniki hozirgi bosqichi bu. Ya'ni o'zi bu ishni qilib qo'yib, 3-4 yil o'tgan vaqtda u ish tamoman mag'lubiyatga oxirlashgandan keyin qaytadan noldan boshlab bu ishni yana o'zi yani noldan boshlandik u ishni. Biz davomli noldan boshlab hozirgacha mana mushu yak keldik. Hozir bu bizning ishimiz hal bir bosqichga kelgan vaqtning o'zida hamda yan qaytadan noldan boshlayotgan bo'lsak, u xalqniki tamoman o'z umidini yerga qo'ygan bo'lamiz. Mag'lubiyat shu yerda o'zi o'tirib chiqqan bo'ldi. Shuning uchun bu yerda muallimni bildigan odam muallim bo'lish lozim, qassoblikni bildigan odam qassob bo'lish lozim, navoiylikni bildigan odam navoiy bo'lish lozim. Her ishni shu ishni bildigan odam qilish lozim. Xalq shu bildigan odamga omonatni topshirish lozim. Agar omonatni o'z o'rniga topshirmay turib, ondan keyin u ishdan umid kutsa, u odam xato umid kutgan bo'ldi. Xuddi hozir meni musulmonlar shunday bo'lyapti-ku. Musulmonlar xato bir dinga ergishib ketyapti. To'g'ri din o'tirib qo'ygan bir netinchini o'zini kutyapti misol. Jannat kirishni, Allohning roziligiga erishishni, g'alaba qilishni kutyapti misolda. Rivoyat arabniki o'zi hikoyalarga, arabniki o'z urf-odatlariga, madaniyatiga ergishib, andiki Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan o'zi netinchilarning o'zini kutyapti. Buning o'zi nihoyat o'zi ahmoqona bir ish. Shuning uchun bu yerda biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtida biz mushu hozir mushu nimaniki qurultayniki ishlari bo'lyapti. Qurultayda saylan bo'ladi. 24-yillardan 28-yillargacha xalq ashunga qarash kerak. Bu mening ishim emas demaslik kerak. Men zodi Sharq Turkiston fuqarosi bo'lish sifatim bilan ashaga berib men o'z ovoz berishim kerak. Bu meniki kelajagim va avlodlarimning kelajagi uchun qilinadigan ish deb samimiyatli bilan o'zi qarash kerak. Shu vaqtda bu bizniki ishimiz bo'ldi. Bu o'zi qurultaydagilarmi buningga nihoyat samimiylik bilan qarash lozim. Her qanday tashkilotdagilar samimiylikga qarash lozim. Bu xalq mushu sohada gap qotgan bo'lsa, demakki u tashkilotga ahamiyat berayotganliginiki, u tashkilotdan bir umidlarni kutayotganliginiki alomati. Xalq u umidni kutayotgan ekan, demakki u xalqniki umidini oqlay oladigan inson o'tirib chiqish lozim. Uni ahli bo'lgan inson, eng oddiy bo'lgan taqdirda uni ahliga yaqin bo'lgan inson bo'lish lozim yani. Faqat uningda jiroqlashib ketgan bunday odamlarniki bu ishning beshiga kelishi bizniki ishimizni texnik og'ir surdigan bunday bir vaziyatni shakllantirdi. Shunga o'zi biz maxsus mush sohada to'xtalishimizniki bir sababimi bizniki hozir misol Yevropa, Amerikada bo'layotgan tashkilotlarimizniki ichida ko'pincha yerga qarasak Muşu dini sahadakilerle teşkilatniki beşiğe çıkıp algan. Onu alim desinde kapı oldu ki nurgulları ölüm ademisi kapıp kaldıqalları var ki. Muşu adamlar teşkilatniki beşiğe çıkıp algan, o teşkilatnın özünü mü aşı, özünün bir seviyesi var, teşkilat aşağı gibi toktap kalıdı. Onun neresi fakat ötmeydi hem de. Aynı halette bulukluk. Şunun için
Bütün xalqimizga qilgan murojaat nima degan vaqtida xalqimiz dunyoning har qanday yirik tashkiloti bo'lsin, jamoat arboblari bo'lsin, hatto muallimligichilik bütün sohada shuniki ahli bo'lgan insonlarga u ishni topshirishi, u ishniki rivoj tepishniki birinchi bosqichi bu hisoblanadi. Buning ahamiyat verish lozim. Agar omonatni o'z o'rniga topshirmagan bo'lsa, u ishdan umid kutishga hech qanday hojat yo'q. Chunki u ishning oxirisi xusron, ya'ni ziyon bilan o'zi oxirlashadi. Xo'sh. Ma'u yani iqtisodiy sohadimi bir nimani qo'yib ekanmi? Yani iqtisodiy sohadimi iqtisodni ishiltigan o'rinni biladigan, iqtisodni oladigan o'rinni biladigan, iqtisodni qandoq elishni biladigan, yani iqtisodni o'qigan insonlarni iqtisodni beshiga keltirish nihoyat muhim o'rinni egallaydi. Qur'oni Karimda shu Layl surasidagi 5-oyatdan 10-oyatgacha oraliqda 5 oyat ekan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى degan shu o'zi ikki jumla oyat, 5 oyat shuning o'zini bayon qiladi. Bir odamga bir narsa ba demoqchi bo'lgan bo'lsak, u odamga shu qilmoqchi bo'lgan ishimizniki va saddaqa bil husna deganning o'zi shu qilmoqchi bo'lgan ishimiz yaxshi ish ekanligiga u odamning o'zini iqro qildigan, ya'ni tasdiq qildigandan keyin u odamga fasanu yassiruhu lil yusra. U odamga berish o'ng'ay to'xtaydi. Masalan, bir odam meningdan pul olmoqchi, tashkilotga ishiltish uchun pul olmoqchi bo'lgan bo'lsa, uning o'zini mandaq berib choy ichimiz yoki bu yerga borib o'zi o'yin tomosha qilib kelamiz, shuning qarta tashkilot nomida bu ishni qilmoqchi. Shuning uchun pul olsanglar desa, men hargiz bermayman odamlarga. Ammo u odam meni qishimga kelib, biz uni mandaq ishga ishiltimiz, vatan uchun, millat uchun mandaq cho'ng ishlar ishiltimiz. Buni qilib mandaq bir netinchilarni qazonamiz, oq-ko'k deb uningda o'zi vatan, millat uchun o'zi shunday netinchilarni qazonadigan netinchilarni menga o'zi so'zlab turib, menga tasdiq qildigan vaqtida, u vaqtda to'xtatdi, men buni bersam bo'g'day deb, mening berishim, o iqtisodni berishim menga o'ng'ay to'xtaydi. Ya'ni demoqchi bo'lgan gap nima degan vaqtda iqtisodni yig'adigan odam, iqtisod yig'ishni bila oladigan, iqtisodiy o'rinni to'g'ri ko'rsatish orqali millatni qoyil qila oladigan insonlarniki iqtisodning beshiga kelishi nihoyat muhim o'rinni egallaydi degan gap. Xalq o ko'rgan odamga iqtisod bermaydi. Uningga har odam bor, har odamga shu odamniki tug'an turqi qarab so'zlay oladigan. Shuning qarab o'zi bu odam mandaq gapni qilsa, men xo'shaqidi deb o'tirib, ashuni so'zlab, iqtisodni o'zi qanday elib shu to'g'ri yo'lga ishiltishniki yo'llarini o'zini odamga tushundirgan vaqtda, demak nima degan vaqtda u odam tushunib, bu odam bu narsaning o'zini to'g'ri yo'lga ishiltigan deb ishiltigan, ya'ni to'g'ri ekanligini odam va saddaqa bil husna deganning o'zi yaxshi ishga ishiltiganligini odam tasdiqlagan vaqtida fasanu yassiruhu lil yusra. O odamga o'zi berishning o'zini osonlashtiradi. Ya'ni u odam o'ng'ay beradi degan gap. Berish u odamga oson bo'ladi. Va amma man bakhila vastag'na va kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ammo u odam u o'zi yaxshi ishning o'zini yolg'onga chiqarsa, ya'ni bir odam uniga kelib bir yaxshini qilmoqchi. Pul yig'adigan odam bir yaxshini qilmoqchi, lekin u odam uning o'zini qoyil qilolmasa, o pul bermoqchi bo'lgan odamning o'zini qoyil qilolmasa, u odam o yaxshining o'zini kazzaba, ya'ni o'zi bu odam buni yolg'onma deyotgan gapi deb uning o'zini bundaq o'zi kallasida yolg'onga chiqargan bo'lsa, fasanu yassiruhu lil usra. U odam berish qiyin bo'ldi. Ya'ni bermaydi degan gap. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo bizga bir narsani o'rgatyaptiki, bir odamdan pul yig'moqchi bo'lgan bo'lsang, bir yaxshi ishlatishga, u yaxshi ishniki qandoq ish ekanligini, uni qandoq bir yaxshi netinchilarning keldiganligining o'zini so'zlash orqali u pul bergan odamni sen qoyil qila olgan vaqtda u odam uni beradi degan gap. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda
iqtisod jig'dan insonlarga iqtisodni jig'alaydigan iqtidor egasi bo'lgan xalqni qoyil qila oladigan iqtisodni jig'ish jarayonida buni mandaq ishga ishlatamiz bu degan mandaq qilsak mandaq bo'ladi buni orqasida mandaq cho'ng ishlar keladi deb uning o'zini qoyil qila oladigan insonlar u yerga kelgan vaqtda nima qildi degan vaqtda iqtisodni jig'alaydi degan gap. Yani Allah Teala bizge hatta iqtisod chiqishdan tortib, oila qurishdan tortib, munosabatdan tortib, har qanday ishning o'zini desa, bizga o'zi bayon qildi. Yani bizdeki muxtasar ma'anida bir jumla bor. Muqtizai holga mutobiq harakat qilish. Muqtizai holga mutobiq harakat qilish deganning o'zi qanday bir yerga borsak, u yerdagi amaliy ahvol nimani taqozo qiladi? Şu taqozo qilgan ahvol qarta biz o'zi ish qilish orqali ishimizni natijaga erishtirish. Bu nəhayət mühim narsa. Bu siyasətçinin işi mesela. Siyasetçi her sahadaki insanlar yani özünün işine, aşındaq özünün işini bilgen insanlar qanday qildi degan vaqtda o vaqtda o insanlar muqtizai halqa yani əmli ahval qarta ish tuta oladi va u ishni g'alaba qila oladi degan gap. Shuning uchun biz har qanday bir vaqtda diqqat qiladigan yerimiz nima ekan degan vaqtda ishning beshiga kelgan odamga jamiyatimizda masalan har qanday bir odatdagi jamiyatimiz bo'lsin yoki bir mashrab bo'lsin eng oddiysi mashrabimiz bo'lsin yoki bir o'zi bir surun olsun bir to'y to'kinni boshqargan surun bo'lsin har qandayda shuni qila oladigan insonni o'zi shu yani boshqara oladigan insonni shu ishning beshiga kelgan vaqtda u ish nihoyat netinchlik bo'ladi nihoyat o'zi insonlar o'zi uni mamnun bo'ladigan bir ish bo'ldi misol. Eğer u yerga biz uning ahlini akamay, boshqa bir insonning o'zini ma odam bak hurmatga sazovar odam deb uni akib qo'ysak, u vaqtda u odam uni qilolmasdi degan vaqtda u butunlay ishimiz barbod bo'ldigan gap. Shuning uchun bu yerda bizniki nurg'un insonlarimiz bor. Odat tashkilotining o'zini har xil haqoratni qilib va jiroq turib u tashkilotning o'zini degan ishlar bor. Hech qanday bir tashkilotdan hech qanday bir jamiyatning bizni jiroq turishimizga hojat yo'q. Yaqin turishimiz lozim. U jamiyatni tuzashga hassa qo'shishimiz lozim. U jamiyatniki rivojlanishiga va millatniki da'vo ishlariniki menishiga biz hassa qo'shishimiz lozim. Hassa qo'shish qanday bo'ldi degan vaqtda shunga har xil fikrlarni berish va to'g'ri odamlarni saylash, to'g'ri odamlarni o'tirib chiqish orqali jamiyatimizni, jamoatimizni va ishlarimizni taraqqiy qildirish bu o'zi bizniki qo'limizdagi bizning saviyamizdagi ish degan gap. Agar bizda shunday saviya bo'lsa, demakki bu ishning o'zini taraqqiy qildirgan, rivojlantirganga millat o'zi ishni to'g'ri odamni qo'liga tutqizish orqali rivojlantira oladi degan gap. Shuning uchun har qanday sohada boy deganga o'xshash qassobni navoiylikqa saylab qo'ydigan yoki bo'lmaydi matematika o'qigan bir odamning o'zini adabiyotga muallim qilib qo'ydigan Xitoyning usulini qilmasdan biz o'zi har qanday sohada o'zimizning ishi deb hisoblagan ishning o'zini to'g'ri yetaklab mang'alaydigan insonning o'zini o'ttirib chiqarish millatniki o'zining ishi. Bu ishga millat ega chiqish kerak. Millat ega chiqqandan keyin bu ishning o'zi to'g'ri yo'lga kiradi. Millat o'z to'g'ri niyat bilan shu ishning o'zini ilmiy asosda o'ttirib chiqqan vaqtda u ish to'g'ri yo'lga kiradi. Agar millat uni kuch chiqarmay hammasi shunday o'zini tashlab tursa, u vaqtda u ish to'rt odamning ishi bo'ladi. U biringisini saylab ketaveradi. Shuning bilan u ish eng oxirgi berib mag'lub bo'ldi. Mag'lubiyatning natijasi kim bo'ldi degan vaqtda millat bo'ldi. Shuning uchun biz buningdan keyin davomli o'zi mag'lub bo'lishniki o'rniga g'alaba qilish yo'llarini tutamiz desak, u vaqtda biz qanday qilishimiz kerak desa, biz shu ishning ahliga tutqizish. Har qanday bir ish bo'lsa, u ishning o'zini millat birlashib turib, ma paloni bu ishni biladi, ma ishni paloni biladi deb har ishni shu ishni biladigan odamga tutqizish bu nihoyatda muhim bir o'rinni bir o'zi masala. Millat buni ahamiyat berish u millatning ustidagi bir vazifa. Agar millat shuning o'zini to'g'ri odamga tutqizolmagan bo'lsa, u millat omonatni joyiga bermagan bo'ldi. Omonatni joyiga bermay turib, ammo omonatning o'zidan bir natija kutishning o'zi bu bir ahmoqona ish bo'ldi. Xo'sh.
Onda olsa oh bu telefon çata. Başqa chiqib qol ya. Alo? Ahmetcan qani? Uxlab qoldimi ya? Alo? Ha. O'sha chiqib ketib qoldi. Xayriyat. Kirmabdi daha. Amanet ve salohiyat haqida tushuntirishlari diqqat chekadigan narsa sohasini qaysi sohadagi salohiyatni hozirlagan kishi yana boshqa qo'shimcha sohalarga tang qanot yoyadi yoki chap kiralaydi shekilli bir savol javoblanmagandek qochadimi? Endi biz mushu hozir Yevropada yashayotganga mana hozir az kundan keyin 23 yil bo'ladi. Yevropada yaşaganlar bo'libmi, g'arb davlatlarda yaşagan odamlarniki asosiy qismi hammasi biladi. Bir do'konga kirmoqchi bo'lsakmi, shu do'konda ishlash salohiyatiga egami emasmi biz? Burun bir do'kon ochib baqqanmi yoki mayda ish bo'lmasa. Bir kurs o'qitdi, undan keyin o'zi kursida bir qog'ozni bergandan keyin salohiyatimiz to'shqan bo'ladi, shu yerda ishlaymiz. Men odatda Bergen'de Norvegiyaniki. Bergen'de men isklat ishlagan vaqtida 15 kunlik kursu o'qib, shu yer kursini tugatib, qog'ozni elib kelib, undan keyin o'zi shu nemada shu isklatda ishlagan. Demak, har qanday yerda ishlash kelsa, shu yerda ishlay oladigan bir salohiyating bormi? Shu yerda masalan turk degan bir narsa bor, juk ko'taradigan narsa. Shu narsani hayday olamsa, uni velosipedga odam haydaydi, lekin shuni hayday oladigan qog'oz bo'lish kerak qoldi. Demak, shunga o'xshash bu yerda salohiyat talab qildi. Misol bir yerga bo'lgan vaqt bir shu isklat kirgan vaqtida meniki millatimni so'ramaydi. Millating kim o? Dining nima deb so'ramaydi. Unda so'rashning o'zi Yevropaniki sistemasida butunlay jinoyat hisoblanib desak bo'ladi. Cheklangan bir ish.
ve hiçbir zaman meniki qaysi millet, qaysi dinge itiqat kılıp, qaysi mezhepte onu sürüştü kılmaydı. Ben şu işini kılalamdım, kılamamdım. Ben şu işini bilmem mi? Aşının özünü kılalaygan karta men kolumda kağız var mı yok mu? Bunun özünü sürüştü kıldı. Allah Teala'nın devatkanı nime diye vakta muşu. Yani bu Avrupalıklar, bunlar desek nurgul adam var ki, o Avrupalıkın tüzümlerini ne okup lekin veya dinde şunu sözler var diyen bir kallıs erişip kalan insanlar var. Avrupalıklar Allah'ın dinine emel kılatkan insanlar. Nurgul yerligi. Mesela tüzüm sahasında. Dünyadaki devletlerdeki İslam dinindeki prensiplerine emel kılış, kançılık emel kıllık karta bir özü çıkagan neyim var? Şu Amerikalı halkı ve üç tane Müslüman profesörünün özü çıkagan bir hulası var. Şunu da bütün Avrupa devletleri, Garip devletleri aldın korun turdu. Birinci orunda, yani şu Müslüman memleketinin en aldın koruntuğunu 39. orunda Müslüman memleket geldi. Birincisi aşı Malaysiya. O Türkiye'nin özümü 50 neçinci mi 60 neçinci mi orun turdu misal. Birinci orunda Garip devletleri turdu de. Demek bular neymi dese gerçi o İslam dini işenmeyen bolsa mı, lekin Kur'an'dan muşla faydalanıyordu. Yani özü burun anlagan şu Garip'te iman etmeyen Müslümanlar varken bu O'tir Şerif'te iman etken kafirlar varken degan bir gapning o'zi mundaq depti degan bir gapni anglagandim men. Ne qaşının o'xshash Qur'ondagi prinsiplarni G'arb davlatlari ijro qilyapti. O'tir Şerif yani musulmonlar degan vaqtda men musulmon deb qo'ydi, butunlay Qur'oni Karim chehilgan narsani ijro qildi. Yalg'on gap qildi, yalg'on gap qildi, o'g'illik qildi, o'g'illik qildi, aldimiz aldaydi, zina qildi, zina qildi, aroq ichimdi, aroq ichdi misolda. Bütün Kur'an çehilgen nesinin özünü, hemmisini men Müslüman dep turup kılgan gap. Ma Garip devletler çöz bir yerde bir telefonumuz hazır iPhone 16'ını elip birmiş gang İngilizler yaşaydığı yerde. Ağan künüsü kepeli şöyle düşüp kalsa aşının özü tepildi aydı. Anın özüne ma beni kepe içilmeyen nesi ki mani ben yançığını sevlay demey ma kimniki de ya sakçıga ya bir dükkanga apır perdi. Yani bu yerdeki bu insanlık benim mahalette. Misalde demek bu yerdeki nesi neymi diye vaxtıda adamdaki hakik insan boğan vaxtıda onun salahiyeti aşında kalkı her nesige boğan köz kararışları aşında yukarı uğrun turduğun gap. Şunu bu yerde Avrupa neymi kıldırsa hemen nesini kıha vaxtıda bir adam bir iş almakçı olsa işinin ehli mi emes mi? Kur'an-ı Kerim bunu devatıdı. İlah ehliye devatıdı. Siz ehliyi bir anlayıp aş işini kılalaydıgan adam mı kılamayan adam mı? Şunu sürüştük kılıp sen şunu kılalaydıgan karta nemen var deydi. Benim kenişkim var ama bir ara kağızım var aşağı okugan aşağı pütüyen karta diyendikin kağızını körüp sen rast muşunun özünü okup pütürüpse sen bu işini kılalaykense de bu işini verdi. Bu yerde bizdeki devatlığımız hazır neyimiz? Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetinin özünü biz ameliyatga aylandırışımız lazım. Yani her kandak cemiyetimiz misal özü hazır dünyada Uygur bayanın hemiz teşkilatı var. Teşkilat cemaati başkurulgan narsa. Cemaat doğru başkurulmasa o cemaatin arasında hurafilik özü her xil öz radikallik aşındaq öz nurgulluğan İslam dinine zıt olgan insaniyetga qarşı olgan mushundaq narsalar mövjud olgan gap. Mesela Türkiye nima uchun Kur'an kursunu tugatgan? Balının özü berip adamı öldürdü, xalqni bulaydı. Nima şu işini qildi? Çünkü ularning mollaları şunu ögüdü. Onun için onu kıldı. Kur'an aşını öget demda, onu öget demeklik aşını kısan bulmaydı değilik. Ama bizim mollalık ödese aşını kılıklık misalda. Bu doğruluğun baktığımız bir gün sizadı. Kur'an nemini boruvadı da hazır bizim mollalık nemi ögütüvadı. Bunun özlüm toxtılımız bir katım. Xudayım borsa. Şunun için bu yerlik nesini nemi ödese amanet degen bir nesinin özünü öz ehli takşırış bu naiti bek muhim. O adamlık hazırı ve kelciki için naiti muhim. Onun için bütün Uygur zade o adetki cemaatçilik işini tatip çok teşkilatlarımızgıçılık hemmesiga kulğun din tutuş lazım. O işindeki doğru etmenilişi için
o zat qo'ldan keladigan har qanday ishning o'zini qilish lozim. Uni qilmay turib, andaki u xato yo'lga mangan bo'lsa, oxirdan g'ajash qilishganda g'ajat yo'q. 4 tangin chiqim qilib, shu naq maydonga berib turib, beletni tashlaymi deb bir kishilik zot meni Uyg'ur, men Sharq Turkiston bir o'zi balasi men, bir avlodi men deb o'tirib, o'sha yerda o'zi beletni tashlab, layoqatli odamga tashlash lozim o beletning o'zini. Shu vaqtda bu ishning o'zini to'g'ri yo'lga kirdigan bo'ldi degan gap. To'g'ri yo'lga kirdimizsa, kirgil unimizsa, o odamning o'zini jamoat bo'lganligini chiqirib atalaydi uning o'zini. O jamoatning kuchi odat kuchi emas o. Ashtaq qilish orqali bu jamiyatni, jamoatning beshini o'ngshash, bu nima jamoatniki o'zining qo'lidagi ish. Ya'ni jamoatning qo'lida shundaq muhim bir omonat bor. U omonatni shu omonatning hodisini to'g'ri chiqaradigan insonning qo'liga tutqizish uchun desa, u jamoatniki vazifasi degan gap. Agar bu vazifani to'g'ri ado qilmay turib, undan u ishni men bir netinchi ko'rsam bo'ladi deganning o'zi uxlamay tush ko'rgan bilan o'xshash u. Shu har qanday bir ishning o'zida bir yer bir tashkilotga, masalan, Angliyada olsun, bir tashkilot olsun, yoki bir yer ish qilib xalqaro tashkilot yoki o'zimizniki turayotgan yerda bir jamoatning ichida bir tashkilot, jamoatniki bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, o'sha tashkilotning har qandayqa shu jamoat samimiylik bilan, bo'lsa bo'ladi demasdan samimiylik bilan uningga ko'ngil bo'lish lozim. Uniki o'zi beshiq kelgan odamlarning qanday odam bo'lishi lozimligini har odam fikr qilish orqali birisiga haqorat qilmasdan bizda fikr qil desa, o'ziga o'xshamaydigan bir fikrni qilib qo'ysalar, uni o'zini dushman sanaydigan mundaqilqi sharafsiz insonlar bor bizning aramizda. Bu butunlay xato bir narsa. Biz g'arbda yashayotgan hozir 20 yildan oshdi. Bu yerda qanday degan vaqt fikr qilish usuli, misol, shu bir maydonda turib, shunchalik o'z birisi bilan shunda qattiq o'zi munozirlashgan bo'lsa-mu, sirt chiqqandan keyin birga choyni ichib ketilaverdi. Nima uchun degan vaqtda u yerda shu masalani hal qilish jarayonida qosimiz to'g'ri fikrni o'tirib qo'ysak, qo'ya olamizki, qanday mush ish texnik yaxshi bo'lar degan maqsad qildi bu yerda. Bizmi ashuni o'rganishimiz lozim. Bizmi shu ishimizniki qanchaqda u ishimiz texnik yaxshi bo'ladi deganni o'zi asos qilib turib, o yaxshi bo'lish uchun qanday odamni u beshiqqa keltirishimiz lozim. Buning biz samimiylik bilan yana. Bu samimiylik vatanning ozodligiga berib taqildigan narsa bu. Uning uchun biz o'zi samimiy bo'lmay turib, uni ko'ngil bo'lmay turib, oxirisiga bu vatan ozod bo'lib qolsa bo'ldi demay, vatan ozod bo'lsa degan gapga o'shmanchi. Vatan o'zi ozod bo'lgan narsa emas. Biz uningga yuragimizni qo'yib turib, uning haqiqiy yuragimiz bilan ko'ngil bo'lgan vaqt ozod bo'lgan narsa. Yani özümüz azat kıldıgan narsa. Özümüz azat kıldıgan narsa uni. Özümüz onun hech qanday ko'ngil bo'lmay turib, hatto odatdagi bir tashkilotniki boshliqlarni tortib, uni to'g'ri bir saylamay turib, uningdagi azat bo'lsa bo'ldi degan qanday gap bo'lib ketdi. Shuning uchun biz vatanni azat qilamiz deydigan bo'lsak, oldimizdagi qilayotgan ishlarimizni, jamiyatimizni tartibga solishimiz, jamoatimizni tartibga solishimiz ve cemiyetin üstündeki adamlarının özünü doğru adamlarını keltirişimiz bu bizniki nihayet pek muhim bir vazifemiz. Eğer bu vazifeni kılmay turup, yani öz cemiyetimiz terakkisi oldu, nimiş kılanmaydı bu cemiyet maaşının özüne, ve nimiş kılmaydı diyenin özü diyorsa, ahmakane bir iş. Sen onu sayılığa vakti şu kılalayga adam sayılışın gerek. Kılalayga adam sayılmay turup, kılanmaydıgan bir navayını apırıp siyasetke apırıp koysan, o vakti o navaylığını kılır siyasetindeki ornuk gelsin. O vakit sen neymi kütse ondan? Onun için sen kıldığı işin birinci kademdeki işini doğru kılışın lazım. O birinci kademdeki iş neymi diye vakitte onun beşik kegen adam doğru sayılışın gerek. Şu vakitte sen onun özüne emelge aşıralayız o adamga özü kandak talepini koysan o doğru düşüne alaydı siyasetini bildiğin insanlar olgandakin. Şunun için bizdeki toplumu cık bundak paranlar bu adı hazırkı şu xalqaro tunulgan, xalqaro özü Birleşken Devlet Teşkilatı deymiz, Avrupa Parlamenti deymiz, nurg'unlagan öz devletlarniki özü parlament a'zolari ko'rishayotgan birdan-bir teşkilatmış. Dünya Uyghur Qurultayı bo'lib qoldi. O Dünya Uyghur Qurultayını tillab yurganning o'rniga uniki shu beshi turayotgan odamlarga layoqatli insonlarni o'zimiz saylasaqlar, u ish tuzildi degan gap. Onun özünü biz onu kuch chiqarmay turib, o go'l degan mayndaq inson aqlini nima qildigan, talab qildigan go'li bu.
anda gül, manda gül demiş ya tilimiz jaylap yürüversek degan vaqtida biz ketaveramiz mendaq. Şoňa bu ýerdeki alayda bu söhbetni qilishimizdagi bir sebep, yani şu aldığımızda bizniki bir dövletni, milletni temsil kılıvatkan derecedeki bir teşkilatımız kaldı hazır. Bütün dünya tunuvatkan. Bu tunuvatkan bir markanın özüne kötü edebliken onun özünü emelden kaldırıp etişka katli bulmaydı. Onun için onu oňuşmamız lazım içine. İçindeki hata insanlar olsa onun özünü çıkırıp etiş ve doğru insanlarını koyuş bu milletniki özüneki kuldaki iş. Millet onunla tik durup zaten biz muşun kılışımız lazım dese onu çokum kılalaydı. Endi hazır kadar lider oğuçu yoki başlamçı oğuçlarga alakadar bir nime vardı, bir tema var. O bolsa ayollarni başqalarga vayron boldiganlik haqida bir hadisni aytildi. Undaqda şuna sual qo'yilishi kerakki, yani salahiyet egisini jinsiy jihatga cheklab uçqandı degan bir sual chiqadi. Bunlar men bayatın mesela isim kelgende ama demek ki doğru bir sual oldu bu. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de faqatla salahiyet egisini özü. Muşunda aşını biladigan, aşını kılalaydigan insanlar buluş gerek deplikin belgilegen. Herkesmi o ýerde er buluş gerek, ayal buluş gerek digen bundaq bir näse yok. Bunun özü mesela Dünya Uygur Kurultayı'nın beşide şu Rabia'dan bu vaqtida vay o ayal kişi karşı öz ahırga çıkmaydı, mağlup oldu degende nurgulgan fatwany çıkırmay mollalar ayndaq nurgulgan qalaymakan gaplarni qilib жүрген. Men şu vaqt degende bu Qur'anda yok undaq näsil dep. Bu ýerde biz nurgun nemel söhbetli dedik. Onu dinime, qas diniga itiqad qildi, itiqad qilam qilmamdı. Onun mu özü hiç qandaq nemesi yok. Bu ýerde ähmiýeti yok. Dini, cinsi hiçbir zaman sürüştü kılınmaydı bunun. Fakat o sürüştü kılındıgan näse neme dese, aşı näsini bilemdi bilmemdi. Aşı işini bilemdi bilmemdi, şu işini kılalamdı kılamamdı. Yani bu mesele, muşu sürüştü kılındı. Mesela ayalların içinde Arabiyadan bu Dünya Uygur Kurultayı'na beşik geldi. Hazır mesela Roşen Abbas var, bu Kanada'da bir ayal var. Ne mi de? Rukiye Turduş deyimiz. Aşına hoş kabiliyetli şundak ayallar var. Bu yerde ço? Ama o Kurultay'daki nemistime bir kız var. Ne mi de onu keti? Aşına hoş özü okuyan ne mi ayallar var, okuyan erler var. Kim buluştu qati nazar şu işini qılalaydigan adam bolsa, er olsun, ayal olsun. Onu ki o'zi hech qanday jinsi yoki dini e'tiqodi hech qanday surish qilinmaydi. Qaysi dinga e'tiqod qildi, qaysi mazhabda u hech qanday keragi yo'q uniki. Ammo shu ishni qila olamdi, qila olmamdi. O ishni bilamdi, bilmamdi. Masala bu yerda, yani. Ammo buni faqat diniy olim bo'lish kerak. Oq ko'k degan narsa qat'iy bu ishniki ichi kirmaslik kerak. Chunki bu yerda hech bir zaman dinni o'qigan bo'lmasa, u odamni salohiyat to'shmaydi degan bundaq bir narsa Qur'onda asla mavjud emas. Yani bizniki rahbarlarimiz yoki shu bir qism insonlarimiz bilish kerak, Yusuf alayhissalomniki qissasini o'qish kerak. Yusuf alayhissalom masalan, sen bosh vazir bo'lib, mening yenim turib xizmatni qilgan degan vaqtda to'xtab tur. Men bu ishni bilmayman, men bu ishni nima qilmayman. Meniki bildig'inim, men kichigim tortib shu dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan odam bo'lgandan keyin, dehqonchilikni yaxshi bilaman, men dehqonchilikni beshiq kelsam, uni bilaman ham uni saqlashni bilaman deyishlikdi ayda. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda bizniki oramizdagi insonlarning ichida shu tashkilotniki ichidagi vazifadan o'zini loyiq ko'rgan bo'lsa, shu bir ishning o'ziga men bu ishni qila olaman degan odam bo'lsa, o'zini hech bir zaman tortinmay turib, men bu ishni bilaman. Men bu ishga men o'zim nomzod qilaman deya olish lozim, aktivlik bilan. Bir qancha odam shuni nima bo'lsa, men odamga qarag'acha men mani mandaq qilaman deb o'zini men Yevropada ashtaq baslashga ishlar bor-ku. Anda özünün alaylıklarını oturup koyuş arkalık madem macilik kılıp devatdı ben diyen bunu da mı yaxşı manda kılıvatımı dep özündeki kıldıgan işlerini planlarını oturup koyuş arkalık
u vazifani qo'liga elib, uning o'zini qilsa, u texmi yaxshi bo'ladi misol. Ya'ni o'ziniki qila oladigan bir ishini o'zi qo'liga olgan bo'ladi. Bu o'z omonatni naq o'zi omonat naq o'z joyiga tekkan bo'ladi. U ish taraq qiladi yani. Shunga o'zi bizning aramizda bir tal, ikki tal emas. Az olsa 5 tal, her bir tashkilotda 4-5 taldan odam namzat bo'lishi lozim. Namzat bo'lib, eng yaxshi qila oladigan insonlar, shuning eng iqtidorli insonlar shuning 5iga kelib, u ishni qo'lga olish lozim. Yani bir qancha odam kelgan vaqtda u yerda hammasi o'ziniki seviyasiga qarata, u o'ziniki nemisini o'tirib qo'ydi. Men mandaq qilaman deydi, bilimi deydi, shuni olib o'tirdi. Millat uni anglab, eng o'zi yaxshi qila oladigan, yani eng seviyalik bo'lgan birisining o'zini millat tanlaydi. Tanlagandan keyin, demak, omonat eng o'zi loyiq birisi tekkan bo'ldi. Agar shunda omonat joyiga tegmagan vaqtda men burun nima olib deb o'tganga o'xshash, ishni bilmaydigan odam bu ishni beshak qilib qolgandan keyin u ishning oxirgi natijasini hisoblayolmaygan. Hisoblayolmay nag bordigan, yo'lga chiqib qo'ydi. Oxirgi manzil nada, nag bormoqchi ani bilmaydi-da odam. Shuni u ishning o'zi yerim yo'lda mag'lub bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerda bizniki intayin muhim qaraydigan narsamiz u ishning ahli bo'lgan odammi emasmi? Buning ahamiyat berishimiz, u ishni qila olamdi, qilaolmamdi. Hozir masalan yoshlarning ichida dunyoda minglagan, 10 minglagan Uyg'urlarning ichida yoshlarning ichida nurg'un siyosat bildigan, xalqaro munosabatni bildigan, iqtisodni bildigan nurg'un odamlar bor. Nurg'un yoshlar bor. Shunday odamlar o'tirib chiqish lozim. Chiqib bu ishni qo'lga olib, shular o'zi bu ishni texnimbek taraqqiy qildirgan, texnimbek o'zi yüksek o'ringa ko'taradigan bunday holatni shakllantirishimiz lozim. Bu ish kimning qo'lida? Jamoatning qo'lida yani. Jamoat bu ishning o'ziga qat'iy o'zi qo'l selish lozim. Har qanday sohada besim ishlatish lozim. Uningdan keyin o'z tashkilotga uni saylab bo'lgandan keyin uni iqtisodiy jihatdan, har jihatdan ta'minlaydigan ishqa jamoat o'zi kepil bo'lish lozim bu yerda. 5 tanga, 10 tangadan berib uning o'zini, yani keyin o'zi hisobini olsa, u vaqtda to'g'ri bo'ldi yani. Endi biz o'tgan darslerimizdan ko'pinchasida o'sha ishning to'g'ri bo'lganligi nima bilan belgilandi yoki alomat qanday bo'ldi degan shakldagi savollarning natijasida qilingan ishningki yaxshi oqibatga, yaxshi natijaga chiqqan vaqtning o'zida shu ish maqbul bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, ishni to'g'ri qilganligini alomat bo'lganligini ifodalab keldik-da. Yani bizim bu anneannemin din düşüncelerimizde innemel amel bir niyet deb amellerinin makbul oluşu niyetke bağlayak deydigan bir düşünce bilen kelip niyetne birinci orun koydu. Bu çağda hem de salahiyet ilgisinin niyeti, benim niyetim pek yaxşıydı demeklik bilen salahiyet o ölçüsünü çıkaraydigan bir narsa bolamı yoki mishada niyetning roli nima bo'ladi endi? Salohiyat. O niyet deganni mana shu vaqtda bir quruq orzu xolos. Menma kecha o'ylab butun dunyoni necha qatim ishg'ol qilib, Uyg'ur imperiyasi qurib, shunda tushun ko'rib ketim odatda. Unda quruq niyatlar bilan ish amalga oshirgan ish bo'lsa, Uyg'urlar ming qatim mustaqil bo'ldi. Bu yerga narsa nima degan vaqtda u niyat emas, o adamning niyatida andaq deya olmaydi. Men niyatimni mandaq qilmoqchi edim. U niyat emas, amaliyat shu ishni qila olammi, qilamanmi. U o'ziniki, ama Avropada projekt deydi-ku, plan. O bir adam bir ishni qilmoqchi, bir narsa saylanmoqchi bo'lsa, u odam o'ziniki planini o'tirib qo'yish lozim. Agar men shu iqtisodning ishiga saylanib qolib qolsam, bu iqtisodni mandaq to'playman, mandaq yoki ishiltim bu ishiltish orqali bu ishni mandaq o'zi taraqqiy qildirmi degan qarta o'ziniki maxsus plan bo'lish lozim. Siyosatga saylangan inson, saylanmoqchi bo'lgan inson bo'lsa-mu, men agar bu ishning o'zini qo'limga olgan vaqtda mandaq ishlarni qilish orqali buni texnimbek yuksak o'ringa chiqma. Millatning davosini texnimbek o'zi yuksak o'ringa chiq. Mandaq o'zi holatga yetkazma degan maxsus plan bo'lish lozim. O planni shu jamoatning o'rtasida aslida o'zim shu g'arb davlatlarga o'xshash bir qancha oy yoki burundan tortib shu planlarni o'rtaga qo'yib millatga tushuntirib turish lozim aslida. O bizda shu saylan bo'lgan kunisiz shu yerda 4 eg'iz gapni qildi.
Bu mu to'g'ri emas aslida? Shu burun, bir 2 oy burun tortib, shu planning o'zini o'ttirib qo'yib, men agar o'sha tashkilotning beshiga kelsam, reis bo'lsam, men mandaq ishni qilaman. Yendisimi, men kelsam mandaq ishni qilaman. Qo'ldan keldigan ishni amaliy yezish kerak bo'ladi. Yani saylam demeylik aslında tallaş buludu da. Tallaş, dehqoncha aytganchig'imizda saylidoq degan gap tallidoq degan gap bilan yaqin keladi hamda Albatta. nimasiga qarta. Hamda qanday tallaydi desa, ashni ko'rib, maltlab, oldiga tekshirib, undan keyin tallaydi-ku, shunga o'xshaydi. Sandiqning ichida bor, meni tallasan qilaman degan shakldagi ba'zan quruq va'dalar bilan mansabda o'tirib, undan keyin quruq to'xtak katakdan chiqmaydigan ahvollarmi bek ig'ir-da. Albatta. Mishada hamda sadoqat degan bir narsani qo'llandi. Salohiyatga nisbatan sadoqat deb. Bu sadoqatni shu to'plum, shu jamoat yoki shu plan qilib ketayotgan guruhning manfaatini asos qilgan sadoqat bo'ladi. Yoki ash tayinlanmoqchi bo'lgan ishning o'tisidan chiqadiganga bo'lgan sadoqatni ko'rsatadi. Ishqi bo'lgan sadoqatni ko'rsatib qo'yadi. Bu bir odam masalan ishning beshiga kelgan bo'lsa, u ishda hech qanday o'zining manfaati, o'zining yuz obro'yi, hech qanday narsani maqsad qilmasdan ash ishni qanday qilganda men ashini o'zini amalga oshira olayman deb ash ishni amalga oshirish jarayonidagi bo'lgan sadoqatni ko'rsatadi. Masalan, biz g'arb boy deganga o'xshash g'arb davlatlarda yashayotgan uzun bo'ldi. Bu yerda odatda bir iskilotda ishlasakmi, iskilotning o'zida men bu yerda pul evatıman. Soatim mesela 150 kurun, shu biz ishlagan vaqt 150 kurun alatdik soatimizga. Ya'ni shu vaqt 30 dollarga to'g'ri keladi. 150 kurun evatıman. Men shu 150 kurunga loyiq ishlashim kerak deb ashada shunday sadoqat bilan ishlaydi haqchi. Bizda yo'q degan vaqtda ama 150 kurun berdi menga, ammo o'sha kip ketsam bo'ldi. Bundaq bo'ylig'i var degandek mandaq o'z narsa ishlaydigan odam jiq. Bu musulmonlarning orasida. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda millat uningga bir omonat bergandikin, qanday qilganda men shu omonatning o'zini o'disidan chiqaman. Qanday qilganda buni manziliga yetkazaman deganning o'zida o'zining yuz obro'yi va kaza hech qanday manfaat, hech qanday narsani asos qilmasligi lozim. Ya'ni bu tashkilotning beshiga kelgan odam osh qolamanmi, yalang'och qolamanmi, xalqning gapini anglab qolamanmi emas, qanday qilganda men bu ishning o'zini o'disidan chiqaman, qanday qilganda texnik o'zi yuksak bir o'ringa akala olayman bu ishning o'zini degan sohada o'zining sadoqatini bildirish lozim. Yani ishqi bo'lgan sadoqatni bunday qilish lozim yani. Uni hech narsani umid kutmagan asosda ishni qanday shu o'ringa yetkazishga bo'lgan sadoqatni bo'lish lozim. U yerda o'ziniki manfaatiga bo'lgan sadoqat, yoki o'ziniki yuz obro'yi bo'lgan sadoqat bo'lib qolsa, u ish tamoman mag'lub bo'ldi degan gap. Yani şu salohiyat egilerini özünün urug' tuqqanlari, yurt birodarlarining ichidan avval tanlash degan qoida bormi? Unda qoida yo'q. Men bu topda gap qilgan vaqtimda endi mana Turg'unajimniki yaxshi bir og'aynimizda shuning gapiga chiqib qolgan bo'ldi. U meni shayolig'im, bir shayodan endi biz. Men agar shu tanlash endi o'z yurtimdagilar yurtvozlik qilib aynan tanlash qilib qolsa, voy Turg'unajim bo'ldi desam bo'ldi-chi. Bu yerda men demadim mashining o'zini. Nima uchun degan vaqtida bu millatning ishi ilgari bosish kerak. Sharq Turkistonlik bo'lsa, zodi u kim bo'lishdan qat'iy nazar, mayli Xotandan bo'lan, mayli Qashqardan bo'lan, mayli G'o'lji O'rimchidan yashayotgan bo'lan, nerdan bo'lsin, ashning salohiyatlik, ashning o'disidan chiqa oladigan bir inson bo'lsa, bo'ldi. Meniki nazarimdagi narsa bu. Har bir Uyg'ur shu meni tuqqunimda yoki meniki yurtligimda yoki bizning tunishimizda yoki bizniki do'stimizda demasdan bu yerki narsani biz eng yuzsizlik bilan shu faqat ashning beshiga to'g'ri odam chiqish kerak deganni asos qilgan holda o'ziniki do'sti olamdi, tuqquni olamdi, kim bo'lishini qat'iy nazar
u o'zi u ahamiyatli emas. U hech qanday rol o'ynamasligi lozim. Uniki shu eng to'g'ri odam, shu qila oladigan odamniki chiqishiga millat bosh qatirish lozim. Mana bu shu vaqtning o'zida u o'zining tashkilotiga samimiy bo'lgan bo'ldi, o'ziniki mustaqilligiga, kelajakka samimiy bo'lgan bo'ldi. Agar undaq bo'lmasa, u vaqtda ma bizniki savag'dashdi, shu 100 xotir buni 100 kelolmayman bunga ovoz vermasam yoki degandek qilib yoki bizniki bir jutliqqa mushu bo'lish kerak degan bundaq narsa qolsa, u ish tugadi degan gap u vaqtda. Endi bu g'arb ta'sirotlardan mening xuloslagan narsamdan biz shuki, shu tomg'imni qaqadigan odamning kelishkisi bor ekan. deb işte qo'ygandim. Hamma ishda siz degandek sertifikat talab qildi ekan bular. O sertifikat degan anaqa guvohnoma yoki shuni tasdiqlagan bir qog'ozdan keyin unda oson bermaydi ekanda, ana shu salohiyatni, shu iqtidorni o'rganib bo'lgan odamga berdi ekan. Bu o'tganni bek ching tutadi ekan. İntiham oladigan odam yolg'iz intiham oladi, masalan, nima shu shopirlik intihomdimi? Mashina chiqib cho'kilib, birer soat cho'kilib keldi. Shu oraliqda u odam bilan birer chamdan pulni qo'ysimi oldiga ko'z qirini solmay, hatto shu fosh qilib uni manda ko'ratamsan meni degan shaklda xapulab turib, shu ishni qilasa beriladi ekan uni, o'tding deydi ekan, bo'lmasa o'tolmaydi. Yo'q, men sana bermayman, sen nima to'shmabdi ha. Yeterli emas deb rad qiladi ekanda, shunda ching tutganlik uchun aslida aytgandek bir bag'asimat mening ma kinishgan ma saada men o'qigan yoki o'rgangan degan narsani ko'rsatsa, shu e'tirof qildi ekan. Ya'ni sistema o kadar mukammal, yani chinkanda avvaldan bir yo'chiq chirkatgan bo'lsa, avvaldan bir yo'chiq chiqatdi. To'g'ri. Ashta yo'chiqning hammani aytgan kim bo'lar? To'g'ri. Chunki aqib natija e'tibori bilan ishning oqibatidan xayriyat chiqmaydi ekanda. To'g'ri. Biz ilgirki darsda bizga natija ishning yaxshi bo'lganligi, shu ishningki g'alaba erishganligi bilan tushuntirildi. Shunaqqa? To'g'ri. Undaqda bugungi salohiyatda masalan bizning qilmoqchi bo'lgan ishimiz vatan mustaqilligi. Endi bizning shu siyosiy sohadan boshlab inqilob sohalarigacha asosan o'qish imkoniyatimiz yo'q. Chunki mustaqillik ma'rifi degan bir narsa yo'q dunyoda. Bütün devletler, hakimiyetler birbirisi bilan hamkorlik, ittifoqlik o'rnatgan. Bir-birisining chapini ko'taradigan bunda bir holat bo'lganligi uchun mustaqillik ma'rifi degan bir narsani o'zimiz qurib yetildirmasak, o'zimiz tirishchilik bilan maydonga chiqamsak, ya'ni boshqa yerda yo'q. Masalan, Turkiyada evvelen Türkiye'de qarindosh o'pi deymiz. İşni Türk'te o'rganamizda. PKK'da o'rganolmaymiz. Chunki PKK'ni tugib olsak bosh chapan kiyib qolamiz deb qolamiz. Aslida PKK ya'ni kurdlar mustaqil davlat qurman da'vatgan bo'lganligi uchun asli o'rganadigan narsa uningda. Ammo biz uning qishiga borsak, turklardan yiroqlashib ketamiz. Ham turkdan bir narsa o'rganamiz deymiz. Ben bu chet eldagi 70 yillik lobbichilik ishlariniki dastlabki urug'ining Turkiyada qurilganligini, paydo bo'lganligini. Ana lekin dunyoning boshqa yerga ashadin taqilganligini his qildim. Taqib bo'lgandan keyinmi bag'onligi yerida turklar yana bir qo'limizda tutadi ekan yoki shuni peshiq biz eslab oldik ekanmiz. Ya'ni turklar asta qilib ma'di ekanmiz-ku. O'lima bek ish qilolmasam, cho'ng ish qilib bermasam, boshqalardan yaxshiroq bo'ldi ekan. Sen issiqqa biraz boshqalardan o'ziroq bo'ldi ekan. To'g'ri. Ama bir mesele hem de Türklerden hiç kanda bir faaliyet inqilab hareketlere müstakil devlet kuruş garzideki maksat muddao bilan programmalanmagan. Belki mevcut hakimiyet içindeki buzuq sistemlarga qarshi operatsiya ilib boradigan, davolaydigan, kimini to'liqlab uzunni kesadigan mandaq bir nimadan ichidan chiqolmaydi-ku ular. To'g'ri.
Aşta bo'lg'achqa biz bu yerda o'ldi o'rgangan narsani o'z beti ijro qilish orqali boradigan natijamiz nima bo'ladi desa, shu Junxo birligining taraqqiyoti bo'ladi endi. Doğru. Shu mush jihatda biz siyosiy qirdoshlar bilan jiq teshib ketdik. Bizda mustaqillik ma'rifi yo'q. Hatto ba'zan shu doktorlarga sizning endi kinishkina nima qilibsizlar? Abdulaziz birodar o'tirg'ilab kirib qoldi. Kinishkina opsizlarda amma sizning kinishga shu mustaqillik ma'rifidan kelmaganki e'tirof qilmayman degan gap qildim. Masalan, ashuni bunda rad qildim men. Shu yani darvaqa biz qilmoqchi bo'lgan ish bilan biz paydo qilgan salohiyat ko'tarib yurgan kinishkining orasida musobaqa o'tirib birda hamma farq bor. Buni farqlantirishimiz kerak. Siyosat sohasini shunda deb men kuzatishim mushundaqda. Shuning uchun aslidagi nimaga qaytsak, mazmunni dastlab boshlagan yerga. Bundaqda bizda mustaqillik ma'rifiga aloqador ya mustaqillik ma'rifidan kelgan bir ma'rif idorasidan kelgan bir kinishki bo'lgan ya bo'lmaganligi uchun qo'limizda kinishki yo'q bir inqilob yo'limizda biz. Bu holatda bizni isbotlaydigan narsa biz qilgan ish bo'lish kerak deyishga bo'ladi. Ya'ni natija bizning salohiyat kinishkimiz. Albatta. Chunki u bizniki qilayotgan ishimiz, u ishimizniki o'zini qanday qilayotganligimizni, nima uchun qilayotganligimizni ifodalaydigan bir isbot bo'ldi. Qur'onning o'zidami Sura Baqaraning 5-da ulayk ala hudan min rabbihim va ulaykumul muflihun degan jumlani nima qilgan vaqtda shu va ulaykumul muflihun oxirgi nijotlikka erishishning o'zi u insonlarning to'g'ri yo'lda manganligining isboti qilib ko'rsatgan Alloh taolo. Demak bu yerdagi narsa nima desa, tashkilotlarimizniki qo'lga keltirgan netinchisi, agar netinchini bir yaxshi netinchini qo'lga keltirgan bo'lsa, tashkilotlarimiz to'g'ri yo'lda manganligining isboti bo'ldi degan gap. Agar u millatga bir to'g'ri netinchini qo'lga keltirolmay qilgan bo'lsa, demakki u yerda o salohiyatsiz insonlar to'g'ri yo'lda salohiyatli bo'lsa-mu, to'g'ri yo'lda mangmagan bundaq o'zi yo'l to'g'ri bo'lmagan bundaq bir inson bo'lib chiqadi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, bayatniki mana bu nimaning ichiga sadoqatni qo'shib qo'yishimizdagi maqsad nima degan vaqtda, salohiyat yolg'iz kifoya qilmaydi. Nurg'un siyosatchilar bor. O siyosatchi bo'lishni yolg'iz kifoya qilmaydi. Siyosatchi bo'lishning sirtida shu ishni zor qanday qilsam boshqa chiqmaydigan bir samimiyat bo'lish kerak bu odamda. Nurg'un siyosatchilar dunyoda. Masalan, o'z vaqtida Turkiyada Mustafa Kemal'dan boshqa siyosatchi yo'qmidi? Batin nurg'un general bo'lgan Mustafa Kemal shu vaqtda general emasga odatda. Bir polkovnik qo'shash shunday bir odamga. Ash odam keyin ash ishni boshqa chiqdi. Nima uchun degan vaqtda u boshqa generallarning o'zidimi Mustafa Kemalda bo'lgan iqtidor yoki samimiyat bo'lmagan gap. Bo'lmagandan keyin u yerda Mustafa Kemal keyin u ishni boshqa chiqdi. Shuning bilan xalq uni nima qildi? Masala bu, ya'ni o'zi bir odamniki o'qigan samimiy shu ishning o'zini qila olgan inson nima shu ish qilsa samimiyati bormi yo'qmi? Yurigini zot o'zini atganmi, atmaganmi? Masalan, o'tgan dunyo Uyg'ur qurultayiniki nemisda shu nimaniki Tibetniki surgun hukumatiga rais bo'lgan Lobsan Sangay degan odam keldi. Shu odam shu Amerikadagi bir nima Harvard universitetida, shu universitetda o'zi muallimlik qilgan odam keldi. Aş təşkilatdakı 5-ə kelgan vaqtda, shu surgun hukumatning 5-ə kelgan vaqtda, rais bo'lib kelgan vaqtda, shu o'zining ishini tamoman tashlab shu ishga chiqibdi. Ham ash ladaqmi, naki ash bir yerda bir ash eski jugulni kiyib shu so'g'aqda 20-30 40 gradus so'g'aqda ash yerda shu jugan rasmlar bor, ashni ko'rsatdi. U millatning xizmatini qilish faqat issiq uyda choyni oldimizga damlab qo'yish bilan bo'lgan ish emas. Nurg'u yerda jafoni tortimiz, nurg'u yerda o'zi til haqorat ma'noyimiz misolda nurg'u yerda ishni qanday qilsam bo'ladi deb charchab ketimiz. Mushundaq o'z nurg'un ishlar beshimizga keldi. Mush ishlarning hammasi degan vaqtda
samimiylik öyle şu işning o'ziga zodi boshqa turib, bu ishni qanday boshqa chiqma deb o'zini shu ishga shu muddatning ichida mayli 3 yil bo'lamdi, 5 yil bo'lamdi deb saylandi. Sayılgan muddatning ichida zodi o'zini shu ishga atab turib xizmat qila oladigan odam bo'lish lozim. Agar undaq bo'lmasa, 3 yil men qilay, shu xalqning orasida bundaq bir nomim qolib qolsa bo'ldi desa, undaq odamning hech bir keragi yo'q bizga. Bayatınlık netice itibarı bilen, iş netice itibarı bilen güzel şekildeki ifadeler bulandı. Sizce hem de biz hazır kadar siyasi temalarda ekran yüzde bizim değişmeyken hem de hazır değişip kolatımız. Sizce Uygurlarning diasporadagi chet ellardagi siyosiy harakatlari 70 yillik mobaynida taraqqiy qilyapti, bir izda to'xtab qoldimi yoki chekinishdimi? Endi 70 yilning ichida o chekingan bir zamonlar bo'ldi. Nima ish qilsa, masalan, o'z vaqtida hattoki hokimiyat bilan ko'rishadigan ashundaq salohiyat kim ega bo'lgan bir zamonlar bo'ldi. Masalan, 45, 44, 45, 46 yillarning o'zida shu Ushulay inqilobi deymiz, Sharq Turkiston inqilobi bo'lgan vaqtda hattoki qo'mondon hokimiyat bilan ko'rishib hokazo qildigan ashundaq bir salohiyat kim ega bo'ldi. Onu tamamen kaçırıp koyuqluq. Ondan keyin Uygurlar undaq hökumatniki birinchisi emas, birinchi qo'l emas, 10-chi yo 20-chi qo'l odam bilan ko'rish salohiyatiga ega bo'lamdi-da, shundaq oxirga chekinib ketdik. Ham mayaqintinchi degan vaqtda shu bir qancha yil bo'ldi desak bo'ldi, hozir 10 yil atrofida bo'lgan bo'lishi mumkin. Birleşken Devletler Teşkilatı'na kirdiğen, Avrupa Parlamentiga ve başka devletlerindeki parlament a'zolari yoki parlament so'zlaydigan shundaq ishlar bo'lyapti endi. Her halda bunun 25-30 yıl burunqidan biraz endi xalqaralashgan seviyaga bir yetgandek his qilaman qarashimcha. Lekin bu yeterli emas. Bu ajoyib bir yerga chiqadi degan bir ish yo'q. Yani bundan yüksek o'ringa chiqish kerak. Bunun yüksek o'ringa chiqish uchun boy degan endi kasbiy siyosatchi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undan millat bu ishga ega chiqish kerak. Davomli deydiganimiz shu, millat bu ishga ega chiqish kerak. Ega chiqish uchun nima degan vaqtda oldi-keyinda gap qilish emas. Uni iqtisodiy jihatdan ta'minlash kerak. Iqtisodiy jismoniy jihatdan har xil o'zi namoyish qo'shish ishlar bo'ladigan nurg'ulg'an ishlar bo'ldi. Masalan, u yer bu yer ma'noda ishlar bo'ldi. Bundaq ishlarning o'zini vaqt turish kerak. Hatto vaqti kelsa, tümötezehe ko'tarilgan shunday bir zaman kelsimi, osh zamonga tayyor holatda bundaq o'zi bo'lish kerak Uyg'urlar. Vatanni mustaqil qilamiz degan bir gap bor bu yerda. O mustaqil qilishning o'zi duo takbir bilan yo amtoq ma'ni manda qilib bersang oldi deb bu g'arb davlatlari kashdi uni iltijo qilib turish yo'llar o'zi bo'lmaydi. Bir zamonda kelishi mumkin oldimizga. Kelgan vaqtda biz hattoki men 56 yaşımda hozir 70 yoshga kirsam chatg'im yo'q zaten. Ashtaq yerga o'tirib chiqib qolsa zodi mangama. Vatanning tog' daryolarida o'lib ketsak, o'sha vatanning qushlari yeb ketsimi, bu bizga bir rohat misolda. O'ligimizni. Bu holatda turishimiz lozim yani. Mana shu vaqtda. Biz undaq bir holatda turmay turib, bir tarafdan tashkilot oldi kendini gap qilishning o'zi bir xatarlik, yani xato bir ish. Ikkinchi bir tarafdan o tashkilotniki turib o tashkilotning o'zini to'g'ri yo'lga, yani majburlashning o'zi bu nihoyat yaxshi bir ishdir. Kim bildi bir zamonda endi hozir dunyoniki planlar qayerga ketyapti bilmaymiz. Bir zamanda shunday bir odam kerak bo'lib qolgan zaman bo'lsa, qanday qilamiz degan vaqtda, men palon yoshga kelmoq o'ltirib demdik. Amon bir kun o'limizga. Angırt beytin qadrsiz o'lgüchilik berib shu vatanniki tog' daryolarning qirlarida yetishib o'lib ketsek, mengaza yaxshi-da. U albatta shundaq, ammo samimiy sadoqat egilaridagi yuraklarda yildizi qurib qolmay turayotgan umidlardan birisimi shu. Endi mening kuzatishimda mandaq bir narsa bor ekan. Chet eldagi siyosiy yoki lobbichi va yoki iqtisodiy sohada bo'lsin yoki boshqa sohalarda bo'lsin, kim bo'lsin deydi. Hatto ilm sohasidagi yetishgan kishilar bo'lishidan qat'iy nazar,
o'zining burunqi kechmishi qilgan chog'da hozirgi o'rnida taraqqiy qilib manganda ko'ringan. Lekin bu yolg'iz mangmadi bu yo'lda. Elbette. Yanada bir dushman bor-ku. Dushman bilan musobaqalashib mangadi ekanmiz bu yerda. Dushmanning tezligi bilan silishtirgan vaqtimizda shu bo'lsa, dushman bizdan qattiqroq ilgirlab ketayotgan. Elbette. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda biz yana mag'lubiyat ichida ekanmiz. Hem bunun ichki tashqi sabablari bor. Hamda bayatdan qiliqqa sildayotgan bizga hozirgi medialarda ko'zimizga lapang'ishib ko'rsatayotgan o quruq so'zlarninki bu bizning iqtidorimizning eshib ketganligidan bo'lgan narsa emas bu-chu. Balki bizning masalamizning Xitoyning oldida uning oldini to'sadigan bir juganga yoki oldida qo'yadigan bir qiya toshga aylantiradigan ehtiyoj tufaylidan, dunyoning ehtiyoji tufaylidan shunday o'tirg'i chiqarilib qilayotgan bir masala bor. Shunga ko'tarsimi paytimlarimiz yerlarda so'girilib qilib, ishtirlarimiz chiqib qoladi debdi. Elbette. Bu shunday ahvol bo'ladi. Demak, bizda ilgiriki kechmishimizdan hozirgi ahvolimiz solishtirgan vaqtimizda biz vaziyatning talab taqozzosidan juq uzoqda. Her sohada. Doğru. Bunun nurg'un sabablari va uning yana ayrim temalarga kiramiz. Bugun amonat salohiyat masalalarida amonat deyilgan narsaning ustiga salohiyat elinayranlari bilan va yoki salohiyat xususiyatlari bilan va yoki salohiyatning zaten haqiqati bilan deyli. Chiqib amonatni topshirib olgandan keyin bu amonatni o'zining atrofi, o'zining qo'llovchilari qatorliqlar ichida shuni manfaatlantiradigan, shuni qo'riydigan bir narsaga aylantirib bilish u chog'da nima deyiladi? Bu amanet xiyonat hesaplandı. Xiyonat hesaplandı. Asla o'z amonatini joyida ishlatgan bo'lmaydi u vaqtda. Yani mush amonat xiyonat bo'lganlik masalasida mana bu burunqi programmalarimizda haqiqatni so'zlaydigan qarindoshlarimizdan ba'zisidan so'g'al vaqtlarimizda shu narsa o'tirib chiqdiki, shunda shu chog'dagi programmalarda xulosalandik biz. Ya'ni bugun qarasak, siyosiy sohadagi tashkilot, jamiyat qatorliqlarimiz var. O jamiyatning tashkilotni va yoki bir guruhlarni quradigan joylar hammasi vatan millat uchun butun Sharq Turkistonliklarning nomiga shunami ya salohiyatiga yamishmisiga deb turib qurdi ekan, manfaatiga deb turib. Ammo qurib olgandan keyin o'zining tashkilot chambiriga kirim qilishda, ham hozir shundoq. Bir yer borsa kirim qilishda, kirim desak, yanchiqib kelgan pullam emas. O maddi, ma'naviy hamma taraflari. Hatto men paloniyaning o'jisi, Staniyaning boshqini deb bağsımı, o paloniya degan yerning keyingi esilgan veviskada Sharq Turkiston, Uyg'ur degan bizning o'rtaq qadriyatlarimiz, hammalarga o'rtaq bo'lgan oila tuzli ko'k bayroqlarimiz bo'lgan ekan, hammalarning haqqi bor shu yerda. Endi ashuning salohiyati bilan berib, hatto 1 kilo go'shtni 1 avro a'zo ilishdan iborat oddiy bir masalagacha yuqorisi o'zining shaxsiy yoki boshqa jihatlardan foydalansin. Nega bo'lsa, osh salohiyatlar bor-da. Bu salohiyatga loyiq xususiyat yoki sadoqat bilan turyotamdi desak, men mening kuzishimda bu qarindoshlarimiz jiq gaplar ichida qoldi. Haqni so'zlagan insonlarni teshib chet qoqdi, har xil gaplarni qildi. Bu bizning mag'lubiyatlarimizga sabab bo'lgan omillardan biri. Xiyonat davom qilyapti hali ham, lekin buningga yaxshin siqadigan millat o'rtada yo'q. Biz haqiqatni so'zlab, manda bo'ladi desak, biz bitnicha yamjimchi ataldik. Shunday bo'lsin, yani da'vatimiz, so'zlayotimiz, tik turyapmiz, yolg'iz qolsak, chim turmiz deb adaq qadar. Ilgari shunaqa biroz murassachilik qilgan zamonlarimizda ma'lum mezgil o'tgandan keyin, shu chaqda to'g'ri debdikanlar, nemish chim turmaganlar degan qarindoshlarimiz bo'lgan. O chim tursak shu chaqdagi ba'zan
o'ttirdiki salasülçü bilan chiqadigan ziddiyatlarni oldini olish va biroz yo'l qo'yib, bo'libdi biroz mangandan keyin yana qaytish, tushunib qola degan shakldagi savriyatlarimizning qadrini uqmoqlik. Doğru. Endi shu sabab tufayli men keyingi hayotim dedimki, qat'iy turay dedim. Men murassachi bo'lmaydigan bo'ldim shu. Deyishga degan bo'ldim. Şuna hozir mush munosabat bilan men omonatga aloqador butun vatan millatning nomini o'rtaq qo'llanib tashkilot, jamiyat, yamjim qurib olgan, qorixon yamjim deb ichib olganlar o'zining viviskasiga o'qib boqsin. Agar Sharq Turkiston, Uyg'ur, ayol tuzluq, ko'k bayroq, vatan millat deydigan hammalarga o'rtaq bo'lgan nom narsalarni, ya'ni moddiy ma'naviy qadriyatlarimizni o'rtaq ishlatayotgan bo'lsanglar, sizlar shu o'rtaq ishlatayotgan narsadan kirgan kirimlarda shu o'rtaq hammalarning haqqi bor qarindoshlar. Ashta deyish bo'ladimi? Bo'ldi. Albatta. Aql egisi. Tafsili o'ynashimiz kerak hammalar. Hammalarning haqqi bor. Hozir bir misol Gollandiyada yashagan jamoat miyabiyani setib oldik. Setib olgan chog'da hatto dastlab yani ijara oldigandan tortib bir şey deyishib keldik. Vatan millatning nomida dedik. Ammo ya ilinib bo'lgandan keyin ajr qildik. Sizlar bizni ish qilgan chog'da sizlar nima deytinglar deydigan nurg'un dastonlari bor hamda. Biz ishning beshidan qolsak, shart qilmagandan keyin boshqa sabablarimiz borda. Biz qilmadik deydi, ma'qul. Ammo bu nimaga o'xshaydi desa, bo'zya ashqayaga o'xshaydi ekan. Vatanda tarimning va belning ash yaqinning tuylarida ketmayni chekib, burun tashlandik yerda. Men bu yerni ko'kartib, gullantirdim. Bu yer meni degan dehon bilan hozir shu yo'q yerdan biz paydo qildik, jafo tortdik, butun ajrini qo'yibmizni badanini biz to'ladik. Bu yer bizning chiqamayanga chimayanga degan kishining hech farqi yo'q. Evet. Endi shunda deb turib, shular hamda mayli o'zining urug' tuqqanlari, mayli do'st-yorlari, mayli farzandlarini asos qiladigan bir guruhga bir yerga aylantirib olib, shani bir o'chiqqa o'tqalab, qozonni qaynatayotgan, umoch etayotgan, taqtayotgan bo'lsa-mu, mayli urug', mayli semiz qanday kishi. Endi shu yerda butun Sharq Turkistonliklarning haqqi bor ekan, uni bermay o'zining guruhlarining ichida sarf qilayotganini bo'lsa, bular xiyonatchi ekan zaten. Elbette. Hiç ikkilenmeydi. Xiyonatchining eng cho'ng ekan bugun. Shu. Shunga men uzun bo'lib ketdim shu nurg'un narsalar nimalarga qatnashmadim. Sababi bizda hozir kichik ko'lchaklarga aylanib qoldik. Hammaga deydi men vatanni temsil qilaman deydi. Yo'q. Men Gollandiyada yashayotganim 15 yil oldi. Bir tal mixasak, bir tal sarangiga qilib olsak, yoki bir tal piyola yo chaynak degandek, yo katta bir tal sapa qo'ltiq degan narsani olsakmi, u ekirmoqchi bo'lgan ishlarimiz, qo'ymoqchi bo'lgan yerlarimiz, yotmoqchi bo'lgan yerimizni tartib odam zig'ichi deydi. Shu 30 kerakdiki. Odam zig'ichi bo'lgan butun munosabatli narsalarning hammasi standartlashib bo'lgan ekan. Ya birsi ham birsining bujiga taqishib qolmaydi ekan. Doğru. İnqilab men mushalat kemmigichilik oldiga bormaydi ekan. Mening oxirgi xulosam-chi bu. Doğru. Shunga hozir hammadan vatan millatning nomidan vijdon falan mema talay zamonlar so'zlagan, bir qo'pmamsa, yotamsa falan deb shu hech bo'lmasa insoniy burchimiz, milliy burchimiz, diniy burchimiz deydim. Endi mush burchimiz deb turib, o insonlarning vijdoni xitob aytgan qurashtirilgan programmalarning manfaati kimga bo'ladi desa, shu ishni tashkil qilgan, tashkillagan tashkilot oladi ekan buning foydasini. Bu shuning issiqida jon boqadi ekan. Endi omonat salohiyat egalarini boqadigan yer bo'lamdi degan bir savol tushdi bu yerda. Doğru. Mush bunday bo'lsa to'g'ri bo'lamdi. To'g'ri bo'lmaydi. Bu bayatın degan gapniki ham ta'tir tarafini hozir o'tirib qo'ysak, misolda millat o'zining qo'lida bor omonatning o'zini uning salohiyatli insonga tutqizish, bu millat o'zi omonatga sahib chiqqanlik bo'ldi. Agar uni to'g'ri o'ringa, to'g'ri insonga tutqazmagan vaqtda omonatga xiyonat qilgan bo'ldi. Misolda
Ama xiyonat qilganlik deganda hamda cho'ng tarafni aytsak vatanniki masalasi kelgancha xoinlik qilgan bo'ldi degan ma'no chiqadi. Hamda uni olgan insonlarchi, misol, salohiyatli insonlar erish kerak uni birinchi. Salohiyatli insonlar oldi degan taqdirda uningda sadoqat bo'lish kerak. Agar u sadoqat bo'lmay, u ishning o'zining jon beqish dasmisi qilib olsa, yoki bo'lmaydi xalqning oldida yuzobro'y topadigan bir narsaga aylantirib olgan bo'lsa, ya'ni o'ziniki manfaatiga o'zi ishlatib olgan bo'lsa, u odam nima qilgan bo'ldi desa, shu vaqtda bu omonatga xiyonat qilgan bo'ldi bu odam. Ve rivayet oldigan ve izatu mina xona dedigan. Amanat qo'yilsa, o amanatga o'zi xiyonat qiladi dedigan. Qur'onda malqa Yahudlar haqida bir oyatlar bor. Ularga bir dinarni bersangmi, agar o'zi beshit turib, ashning o'zini evomichilik, ular uni xiyonat qiladi dedigan, bermaydi uni, bermay xiyonat qiladi degan bir o'zi oyat oldigan. Demak, bu nimani bildirdi desa, o amanatni qo'liga olgan odam bir o'zi mau muhtasham 100 yilning o'zida deydi, İbrahimga vezirlikni bergan vaqtda sen o'tdan o'zi bir ton kelgan bo'lding deydi-ku. Agar sen to'g'ri ma'nosang bu seni yoqidi deydi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda omonat bir o't qo'sh narsa. Agar uning o'zini to'g'ri ishiltib, millatniki, vatanning davosi uchun to'g'ri ep mangan vaqtida u o'zi to'g'ri netinchi berdi, u odamni hamma odam bu odam to'g'ri ishlatdi deydi. Hem Allah razı oldu hem insanlar razı oldu. Bu yerda. Eğer o adam to'g'ri ishlatmay, o'z manfaati uchun, o'z inovati uchun ishlatgan bo'lsa, u vaqtda omonat xiyonat qilgan bo'ldi. U vatan millatga xoinlik qilgan bo'ldi mana shu vaqtda. U vatan millatning masalasida hech bir zaman yuz xotir qilish bo'lmaydi. Uni da o'zi yuz xotir qilib, ma odamning o'zi men vaqtincha saylanib qolsin. Ma'u. Bu qo'ldan kelganini qilib boqsin deydigan bunday narsa emas bu. Asla. Onun salohiyatlik inson chiqishi zodi farz bir narsa. Undaqda ikkinchi birisi uningga zodi salohiyatli inson chiqqan vaqtimi samimiy yana uningga sadoqati bor inson bo'lish lozimki, uni sodiqligi bilan hech bir zaman uni xiyonat qilmagan asosda o'zini shuni atgan holatda ishlaydigan bunday inson bo'lish kerak. Mana mush vaqtning o'zi bu ish qanday bo'ldi desa, manfaatga ma'no degan, vatan millatniki manfaat uchun ma'no degan gap. Ben bayarlardan şunu düşündüm ki ondaqda sadakat salohiyatning ichidagi bir tarkibkan. Salohiyatning o'zini shu vujudga chiqarish uchun turtki bo'lgan narsa sadoqat bo'ldi. Bu haliqi qo'shbislik bo'ldi ekan, ham ishga bo'lgan sadoqat, hem natijaga bo'lgan sadoqat bo'lish kerak ekan bu ikki taraf bo'lish kerak ekan sadoqatni. To'g'ri. Bu asli bek çoğun amanatni ayırım, salohiyatni ayırım degidek derecede murakkab bir tema asli. Hozir 2 soat bo'lib qopti. Zarur bo'lgan boshqa savollarmi? Bak qarindashimiz nima mikrofonni ocholmay qilib ketdi. WhatsApp audio. Assalomu alaykum. Bek bo'z ketdinglar bizni tashlab qo'yib. Bu telefondan chiqyapti-da, sizlar anglatamsizlar, nima? Ustoz anglatamsizga? Anlatdı ovozi. Ha? Anlatdı. Ha, diqqat qilgan. Mening hayotimda sen qanday aldan so'rayman. Ha, so'rang. Ovoz bo'lmadi, ovoz bek g'ajirish ketdi. Ha. Buradan imtihandan içine salayet ilgili olduğunda hükümetin orunları alalım olsa. Ha. Yakında. Ha, tushundim. Ondan rağmen sen
Ben gepinglarni tushundim. Ovozinglar bir shavqinliq yoki internet yaxshi emasmi? Sizning gepinglarga qaraganda burun salohiyatni asos qilgan bo'lsa, hozir muloqotni asos qiladigan bo'ldi degan gapni qilyapsizlar. Shunaqmi? Sadakat daha başka. Ha. Şunun bilan davlatda tushunish paydo bo'ladi. Tamam tushundim. Tamam, men shuni meni so'raydi. Maqsadim ovoz yaxshi emas, ma'qul. Bu qilishimiz deydi o, Türkiye'nin misaliyle. Burun bir yerlerge hizmet çıkılgan işle olsa salahiyet asas kılınattı. Salahiyetle bolsa manattı. Hazır salahiyet yetmey mulakat degen bir nersi var deydi. Aşina abi yani bir köyrük vakinde işte mulakat köyrükü varken. Mulakat köyrükü de salahiyet emez, itaat, menfaat, qulluq yoki boshqa maqsadlarni asos qilgan o'tganlar oldi kinde. Shunga ashunda bo'lganligi uchun muloqotdan o'tib ketib, salohiyati yo'q insonlar ishdan bo'shab kelib qolib, Turkiya o'zi keyingi chiqinayotganligi haqida gapni qilyotdi. Vaqti bir izohat bersin deydi. Buni o'zi bu halqi Osiyo davlatlarida asosiy ashni asos qiladi. Muloqot degan ma'noga vaqtida tonish bilishlarni akilish, urug' tuqqanlarni akilish vazifaga misolda o'zini qo'llaydigan odamni o ishga salohiyat bormi yo'qmi uning qat'iy nazar shunday odamni akilish o Osiyo davlatlarida zaten ashuni asos qiladi. Ammo g'arb davlatlarchi degan vaqtda g'arb davlatlar asosan tonish bilishmi rol o'ynaydi. Va lekin uni kasb ahli bo'lish kerak. Tonish bo'lsa-mu, uni o kasbni qila oladigan inson bo'lmasa, g'arb davlatlarda asosan salohiyatni birinchi o'ringa qo'ydi. Salohiyatni birinchi o'ringa qo'ydi, undan keyin uni bo'lgan samimiyat, sadoqatni ham shu nimaga nima qildi? Musha kelgandan keyin shuni loyiq ishlash. Misol bir soatda 70 kol deydi, Norvegiyada nemizda 70 qop narsani o'zini biz palg'a tizishimiz kerak. Ashuna o'xshash bir narsa bo'lganti. Demak, ashuna o'xshash ishni hodisini chiqaradigan bir samimiyat, ya'ni shunda qilishim kerak. Mo'shinchilik bir narsani qilmasam, men bu kunligi soatimga 150 kron evatgan bir odam, bu to'g'ri kelmaydi. Xalqni haqqini yegan bo'laman degandek, bu xristian bo'lsa-mu, xalqni haqqini yegan bo'lim degan gap bo'lmasa-mu, men zaten mushayni nayvatgan odam. Men mushayni rivojlanish uchun mas qo'shishim kerak. Shu vaqtda bu non davom qiladi deydigan mandaq ko'z qarash va xalqchi. Bizda undaq narsa yo'q. Undaq bo'lmagandan keyin masalan Ak Parti'niki nemizdan burun saylangan vaqtida Tayyip Erdo'g'anlar salohiyatni surishtirgan yerlar bo'lgan. 2015 yilda nima qilgan vaqtim shunda ham salohiyatning gapi uning oldim ayda Tayyip Erdo'g'an uni gaplarini tanishadigan bir holat shakllanib ketgan. Keyingi vaqt kelgan chog'da tarafdorlarning o'zini o'tirib chiqarish besib ketgan o'xshaydi. Xuddi shuning o'xshash hozir bizniki bu tashkilotlarimizning o'zidimi ashunday tarafdorni o'tirib chiqarish. Salohiyati bormi yo'qmi uni bilan surishtirmasdan tarafdorlarning o'zini tonish bilishni asos qilish bundaq bir narsa o'tirib chiqayotgan bir narsa bor. Va qurultaydan bor u narsa. Misolda uning uchun qurultayda nurg'un sohada misol mush qatibqi saylovning o'ziga qo'ygan shartlar intayin og'ir shartlarni qo'yganda u manchil ishlagan bo'lish kerak, andaq bo'lish kerak, mandaq bo'lish kerak. Mayk boshqa deb kirma deganlik gap mana shu vaqtida. O gapni butun tashkilotlar qiladi. Bu intayin xato bir narsa. Uni o'zi u odam vatan millatga xiyonat qilgan bir xoinli bo'lmasa, u odamning shu ishni qiladigan salohiyati bo'lsa, u odam u yerga kirish kerak. Nima kirmaydi? Qiladigan odam sirtib qolib qolganda u vaqtda, u sen manchil xizmat qilishing kerak degan undaq narsani o'tirib qo'yishni nima keragi bor? Siyosatni bilgan odam zaten u yerga kirgandan keyin siyosatni qanday qiladi bildi u odam. İllaki o neticeli o Dünya Uygur Kurultayı'da işleşke hacet yok. Şunun için bu yerdeki mesele neymi diye vaqtida? Mesele o yerde bir grup insanın kuluğa ötüp keliş meselesi var bu yerdeki narsa. Şunun için bundaq yerdeki bu millet egi çıkış gerek. Millet egi çıkıp bu yerdeki dairini kengaytib tashlash gerek. Bir qism o'tirib so'qilib qolgan sepilning o'zini buzib tashlash gerek.
Shu vaqtda bu ish o'zi taraqqiy qiladi, rivojlanadi. U odamni o'z o'rnini topadigan gap. Bo'lmasa o'zi xohlaganini saylab ekan ketaverdi bu ishda. Bütün tashkilotlarda millat nihoyatda hushyor bo'lish kerak. O samimiylikning o'zini bu masalan bir odatda bir masalan Angliya Uyg'ur jamiyati bir jamiyat bo'lsa-mu, bu yerda bizning kelajagimiz bor, bolalarimiz bor bizniki. Misolda avlodlarimiz bor va jamiyatimiz bor. Bu jamiyatning taraqqiy qilishi, avlodlarimizniki birga kelishini biz nihoyatda nima asosiy o'rinda qo'yishimiz lozim. Bu vaqtda buni saylangan odamni shunday ishni qila olamdi. Bunun ahamiyat verişimiz lazım. Şunun için bu halkı her qanday teşkilat məli qurultaydan başlap adetlik teşkilat qilishlik halkı saylamda nəhayət halkı vətən millətki bolğan samimiylik, haqiqiy sadaqat buluş lazım. Şu vaqtda bu işni vücudga chiqarg'ili bo'ldi. Bo'lmasa bo'lmasa yo'qqa qilgan vaqtda u biz uni qilmasak ham bo'ldi vaqtida. Qilish qana hojat qolmaydi. Bu teşkilat bilan teşkillengichilar, ya'ni jamoat yoki insonlar davlat bilan fuqarolarning munosabati xuddi ikki qo'lning chavak munosabatiga o'xshaydi ekan, ikki putga o'xshaydi ekan, ikki qo'lga o'xshaydi ekanda. Albatta. Bir put chandimsa, yamish put mang'olmaydi ekanda. İki qo'ldan chiqmasa bir chavak chiqmaydi ekanda. Shunga o'xshash. Buni ishtirdi ekan asli. İkkilis birbirinin peşine tartsa yoki meclisda ishsa, o chog'da o'tirdi, natija chiqmaydigan gap ekan. Boshqa natija chiqadi ekan, ya'ni mag'lubiyat chiqadi ekan. To'g'ri. Yani aylandırıp ekilip o'ttirda millet dedik. Hozir qadar shu millet haqida so'zladik dedik. Bu siyosiy sohada olsun, inqilob sohada, boshqa sohalarda olsun. Yoki adolat, haqqoniyat sadosini chiqarish masalalarida olsun. Xalq nomidan deb bir so'zlar aytib shu chog'dagi ishning nimasidan xalqda uni tushungandek ong idrokning yo'qligi, samimiyat, ya'ni shu ishning jafosiga, bedeliga chidig'idek samimiyatning yo'qligi, oldimizda bizga ko'langa tanglab turgan quruq ustixonlarning haybati yoki saxtipazligi tufaylidan bu ishlarning tuzilmagi oson bo'lmaydi ekan. Albatta. Amaliyotda hozir bayatdan qo'yasiz, bek muhim tema. Butun shu charchayotgan, yeriyotgan, shu yerib charchayotgan, juvoz kalasidek talayotgan insonning juvozni to'xtatib turadi deb turib deyishadigan gapda ama hozir. Nima gap bu desa, hozir vatan millatning o'rtaq qadriyatlaridan kirim qilib, o'zining tashkilot chemberkida tasarruf qilishning o'zi xiyonat. Deyishadi bu gapni. Deyish bugun qilayotgan, o'qiyotgan namozidan muhim ish hozir bizga. Bu darajada ig'irda, chunki nurg'un ishlar mana shunday ishlardan boshlandi. To'g'ri. Endi tashkilotlar hozir qadar uni o'zini qo'llovchi insonlarsiz 4-5 odamlarning 8-10-15-20 odamlarning g'ayrat himmat qilishlari bilan bir guruhga shaklda yo'qdan barolab, paydo bo'lib, andan ash bo'zyadan ketman chapsa, mayandan bakarliq suvdan yoki gulgiyalarning hurmatidan Xudoyim yog'digan yomg'irlar bilan ashani bog'baran qiladi ekancha. Bu chog'da boshqalar bunga ter to'kmaganlar, karim yo'q deganlar yuz uvutadigan yer qoldi ekan. Shu buning bir endi degan ekan, qanday qilib bersam bo'ldi degan bir javob chiqdi, ya'ni bir nido chiqdi. Shunga nisbatan mening o'ylaganimni deb qo'ygim keldi. Ya'ni o zaman vatan millat nomini o'rtaq ishlatadigan yerdan chiqib ketib, biz bir tashkilot, bu tashkilotning ismi manda bir ism. Mesela qarindoshlar tashkiloti. Biz qarindosh. Yoki bo'lmasa yamjim tashkiloti deb hammadamni o'z ichiga elib oladigan ism emas. Unda bir ism emas. Shu o'zanglarga o'xshashlarni temsil qiladigan bir ism bilan o'tirg'i chiqqanlar, viveskanlar, esonlar shu nomni ichib, dasqinlarga yig'inlar chiqadigan narsalar.
Ondan keyin shuni shu ya o'zinglar o'rtoqlashinglar. Halol yo'l bu. Agar Millatni vatan vatan millat dastur nomini qilmang o'rtaq deb. ishlatadigan bo'lsanglar, vatan millatning bütün haqqi bo'lgan yerlarning ishini ichishingiz kerak. Haq ishiltiman desa berishingiz kerak. Qoida rasmiyatlar bo'lsa o'tash turib, u yerni berishingiz kerak deb kelyapmiz. Gap anlatib bo'lamiz. Bu biz yashayotgan davlat olsun, hammalarning o'zimiz yashayotgan davlatlarda o'rtaq bir masala. Şuna xalqqa qo'yish kerak. Ey millat, agar bir insonda ko'r, erkin, bir sharafing bilan yashayman desang, o'zingning tashkilotlarga egichaq, vataningizga chiqamsan, tashkilotlarga egichaq, yeringga egichaq, bayrog'ingga egichaq, shunaqmi? To'g'ri. Bunda nidolarni oldimizga jiq sadosi chiqadi deb o'ylaymiz, chunki vijdoningmi uxlab qolsinmi, yana uyg'onib qaynaydigan zamonlar keldi ekan. Men gapim boshqa uzra ketib qolib qoladi ma temadan, ya'ni chunki aylantirib, ya'ni jiq cho'gilab ketamiz. Xaman qassak, necha otni charchatadigan xaman chiqadi bundan. Ammo qolgani aql egalariga qo'ysak, nimanki Abdulaziz birodarning savolimi javoblangan bo'ldi. Yana ikki savol vardı, aqlimdan qochib qoldi, mening diqqatim chechilib. Xayr. Qolganda shu ko'rayotgan ko'rman do'stlar, qarindoshlar, programmaning ostiga yoki bizning sotsial boshqa aloqa vositalarimiz orqali bizga yetkazsanglar, oldimizdagi fursatlarda inshaalloh savollarni javoblashga tirishamiz. Programmamizdagi ovoz yoki bayon fikrlarni kesib o'ylab fitna qilaman demay, qarindoshlar, taqasanglar to'liq taqtinglar. Bir mazmunni to'liq taqtinglar, taqasanglar. O'zinglarning manfaatini qilmay, boshqa do'stlarning manfaatini qilish uchun taqib qo'yinglar. O'sha to'xtamdoq. O'sha yerda to'xtayli. Kelar qatimqi suhbatimizning o'zinimi islom bir madaniyatmi degan mavzuda to'xtalamiz inshaalloh. Yaxshi, yaxshi. Buni e'lon qilib qo'yaylik. Yana boshqa o'zi to'xtalgan shundaq nimalar bo'lsa to'xtalsa bo'laverdi. Biz oldin olamin deb qo'yapmiz. Xudoyim bo'lsa. Endi mana işte xulosasi o'zimizning ustidagi omonatga o'zimiz sahib chiqaylik. Uning boshqa kelgan insonning o'zinimi zot ashuna layoqatli insonni akalayli, uni o'z samimiy holatda ish qila oladigan, xato to'g'riga o'zi yetaklab, uni ba'zi bir gaplarni qilish orqali yetaklab o'zi millatniki ishini ilgari besishiga biz o'zi millat o'zimiz ega chiqishimiz lozim. Shuning o'zini, ya'ni mana shunday oxirgi natijasi shu. Qilishimiz lozim. Herkesmi o'zi u mening ishim emas demasligimiz lozim. Vatanniki, millatniki ismi chiqqan har qanday tashkilotga arilish vazifamiz bor, majburiyatimiz bor. U yerda u meniki ishim ma'v deydigan hech qanaqa odam haqqi yo'q. O'rtaq vatan, o'rtaq millat. Bu da'voning o'zida hammamiz o'rtaq. Shuning uchun biz buningga so'zlash haqqimiz bor. Har xil o'z fikrlarni berish haqqimiz bor yani. Shuning uchun qarindoshlar to'g'ri tushunishni umid qilamiz. Ismi chiqib ketgan bir qism qarindoshlar xafa bo'lganlar xafa bo'lmasin. Biz samimiylik yo'l deyapmiz. O'zimizni qo'ldan keldigan ishni qilaylik bu yerda. Men bayatına kaçırdım yoki kim qolganda tur degan ikki savolni topdim. So'raymi yoki so'randiq? Munosabatli bo'lsa so'rasizlar. Munosabatli. Bu aloqa diniy sohaning salohiyat egalari boshqa sohadagi salohiyatli bo'la olamdi yoki hamma ishning salohiyat egasi hisoblana olamdi degan bir shakldagi savol vardı. Yo'q, u hozirgi degan so'zning o'zi Qur'ondagi shu degan bir kelima vaatul nimalqi amonat ila ahliha degan shu kelimaning o'zi shu jumla to'liq kifoya qildi. Ya'ni dinni bilgan odam diniy sohada so'zlash kerak. O dinni o'qib qo'yib, Qur'onni o'qishni o'rganib qo'yib, lekin butun dunyolik narsani bilib oldim deb hamma narsani chetga erishning o'zi u butunlay o'zi xato narsa. Uning uchun men burun deb suhbat deb ko'yatimiz mana. Diniy sohadagi insonlar siyosiy sohadan tushish kerak. U chiqib bizniki deydiganimiz. Sen siyosatni bilmagan narsangga siyosatni tushsan.
siyosetni bilgan odamni qilsin, sen diniy sohadagi ishni qil. Bu oz ish emas, diniy sohadagi ish oz ish emas. Mush ishning o'zini to'g'ri qila olsa, u yetadi shu odamga. Hamma ishning o'zini askardagi qilsa, generalman deydigan, siyosatdagi bo'lsa, Jorj Bush ish qilib dunyoda hamma narsani beshiq kelib olgan bundaq ishlardan biz o'zimizni tortishimiz lozim. Biz o'zimizni qo'ldan nima ish keldi, nima kasbni o'qidik, shu sohada xizmat qilishni biz o'zimiz odat qilishimiz lozim biz. Tarixni so'zlab ketayotgan askarligi bo'lsa, generalligi bo'lsa, ish qilib dunyoda bilmaydigan ish yo'q. Bundaq insonlar bo'lib qolib, bu mollalar hozirgi vaqtda bu chaponni yeyishib o'tish kerak. Yani o'zining sohasini bilishing kerak. Tayyip Erdo'g'onning bir gapi bor, haddini bil deydigan. Har bir inson o'zining haddini bilish kerak. Ya'ni o'ziniki bilim doirasini bilish kerak va shu sohada xizmat qilishni ham bilish kerak. Yani shu vaqtda o'zimizni bilgan ishimizni qilsak, bu ishni to'g'ri qila olamiz. Misolda natija qozona olamiz. Yani shuning o'zini aniq qilsak bo'ldi. Yani demak shu masalada yana kichikgina bir nima qo'shib qo'yay deyman, ta'siratimni. Aslida nurg'un qarindoshlarda umuman ko'rilayotgan o'rtaq xatolikning rushan alomatlaridan yana birisi nima desa, o'zining yashayotgan sharoitiga qarab turib bir narsada fatvadan bizni o'tirib olib chiqib, qarashdan bizni o'tirib olib chiqib, buni umumlashtirib tirishadi ekan. Masalan, burun boshqa bir yerlarda yashagan, mo'lillik qilgan, siyosatning sistab qolmaydigan insonlar makon almashtirib keliblar, din o'chada, din siyosatga aralashmaydi. Bizning yo'limiz manda degan yo'lni tutadigan, siyosatni qochadigan insonlar bir makon almashib kelib, bunda qarab baksa, to'yning beshi siyosat bo'lgan ekan. Shu siyosatga aralashmasa, o to'yga chiqqan olmagan ekan. Aşağı chiqish uchun shu yerga chiqiblar, bir do'milablar siyosat bilan din degan bizga. Din demak siyosat degan gapdir. Deyishdimmi, yiqmi demasmi? Shu mushundaq ig'ir xatolik bor bizda. Qur'onning o'zida hech qanday bir dinni siyosatga aralashtirmaslik haqida maxsus buyruq bor, Alloh taolaning buyrug'i. Nima uchun bu buyruqqa amal qilmaydi bu insonlar misol? Payg'ambar alayhisalom siyosat qilgan vaqtning o'zida hech bir dinning o'zini sen Hristiyan ekansan, Yahudi ekansan, mushrik ekansan, musulmon ekansan demak, hammasi o'rtaq bir o'zi muomala qilganlik haqidagi bu bayonotning o'zini shu vaqtdagi ish harakatni ko'mamdi odamlar misol. Demak, bu davlat deganni din bilan emas, aql, mantiq bilan, ilm bilan boshqarilgan narsa bu. Bir yerda bir savol burunmi necha qatim kelib aqlimdan qochdi. Payg'ambar alayhisolamning tarixini o'qigan vaqtlarimizda o'ng qo'limga oyni, so'l qo'limga kunni tutqazsam, men davoyimdan voz kechmayman degan bir jumlaga aloqador mazmunlar bor. Ya'ni xohlasang bizni podshoh qildi, savdogar, tijoratchi qildi, yoki eng chiroyli xotinni birli degan shartlarni o'tirib qo'ygan vaqtida ashi javobni berganligi Abu Talibga. Tushunarmi? Bundaqda bu rasmu yoki agar ras bo'lsa, bu chog'da bu da'vo nima da'vo edi? Bu endi payg'ambar alayhisalom degan bo'lsin, demagan bo'lsin, bu bir to'g'ri bir so'z bu-ku. Payg'ambar alayhisalom degan bo'lsin, degan bo'lishi mumkin degan taqdirdami, bu bir to'g'ri bir so'z. Ya'ni da'voga ashundaq sodiq bo'lish kerak inson. Biz sadoqatni qo'shishimizga sabab bu shu. Ya'ni har qanday bir inson o'ziniki da'vosida, o'ziniki ustiga tushgan vazifada ashundaq o'z sadoqatmandlik bildirsa, u ishni cho'qim payg'ambar alayhisalom 23 yilning ichida vujudga chiqqanga o'xshash u odamni vujudga chiqara oladi degan. Yani sadoqat bu alohida rol o'ynaydigan narsa bu. O salohiyat masalasi bir masala, salohiyat bilan sadoqat ikkisi birlashmagan vaqtida u salohiyat mishini kerak emas, salohiyat pul topadigan kerak bo'lgan bo'ldi vaqtida. Shuning uchun bu yerda sadoqatning o'zi uning bo'lgan vaqtda pul maqsad emas, yuz obro'y maqsad emas, faqat shu muddaoning o'zini amalga oshirish maqsad qilindi. Yani bu vaqtda bu hech qanday narsa uning to'g'ri kelmaydi degan gap. Uning uchun o payg'ambar alayhisalom bir qo'limga kunni, bir qo'limga oyni bersang, men bu ishdan voz kechmayman deganning o'zi nimani bildirdi desa, u ish qilgan sadoqat, samimiylikni bildirdi degan gap.
Undaqda uçağda mandaqken undaqda. Olıqı teklif qılınğan narsa dövlət padişahı oluş. Misalan da şol özüge rəhbər qılışqo. Rəhbər qılış eğer Peygamber sen ben rəhbər olsam dep özünün rəhbərlikini asas qıladigan bir maqsadda yolu chiqqan bo'lsaydi, o'sha chog'da shuni qabul qilsa bo'lardi. Albatta. Ammo u unda emas ekan u. Men uni sistemidan bo'lgan ish ekan bu. Sistemni komplet tegishtiradigan talabkenda To'g'ri. o mushriklarning shu chog'dagi bizga podshoh qilsang, podshoh bo'lishsan, podshoh qildi degandagi taklifi bizning podshohimiz bo'ldi. Eshikimizni biz eshakning beshi bo'ldi degan gap ekan. Albatta. U yer Peygamber Aleyhisselam qilayotgan ishi nima degan vaqtda Qur'on bor-ku, yukhrijunahum minaz zulumat ilan nur deb shu bir oyatlar bor-ku. Bu yerda nas nima desa inson oyatga bir top yovvoyi hayvonda bo'lib ketgan ashundaq bir vesini o'zi hatto bolalarni tirik ko'madigan holatga kelib ketgan ashundaq bir maxluqning o'zini bir inson holatga keltirish u yerga muddao bu ya'ni. Haqiqiy inson qilish ya'ni Qur'oni Karim ko'rsatgan holatga bir inson holatiga keltirish uchun kurash qilishga o'tirib chiqqan bir odam. Bunda bo'lgandan bu inson qilish degani u odatdagi u bir top qo'yniga beshiga padişah qo'shash bo'lib bundaq o'zi saylanib olishning natijasi o'zi bir yuksak darajadagi bir vazifada u. U vazifani tashlab qo'yib, ishni qilish degani bir nomus qilarlik ish mana shu yerga. Uning uchun Payg'ambar alayhisalom da'vat qilgan shu. Sizni butun naslni beramiz deb vaqtda u narsa emas, hatto osmondagi oy va kunni beramiz desangmi, mening bu ishimdan o'zi voz kechira olmaysan. Bu ish degani osmondagi oy va kundimi yuqori o'rin turadigan narsa degan gap bu. Mushu naqlida bizlarga adamning aqli degancha sal o'ziga loyiq ulamni fiqmida ya'ni bola vaqtlarimizdan tortib bizga shu masalalar tushundirganlardan chiqargan yeshim nima edi desa siyosat yoki hokimiyatni asos qilgan bo'lsaydi shunday qiladi bu faqat dinni asos qilgan degan yeshimni bergilikda bizga shunday shariatni tushunirlikda shariat hozirgi tushunchimizdan qaragan chog'da bu jarayonlar bo'lish ehtimolli yuqori ya'ni shunday ahvollar bo'linganligi ve teklif bo'linganligi ammo hozir moyat jihatdan farqi Payg'ambar alayhisalom rad qilib turib yana oxirida kelib shu hokimiyat beshiga chiqqanligi bu yerdagi farq nimada desa mushriklarning taklifi bilan chiqqan bo'lsa mushriklarningki sistemistik podshoh bo'ladi u. Demak Payg'ambar alayhisalom rad qilgan narsa bu ekan. Albatta. Hem tushunildi. İkincisi so'limniki keyingisi siyosiy salohiyat egilimning nupuzi va imtiyozi degan bir masala borda. Masalan ba'zan salohiyat egilari masalan bir jamiyatning dernekning boshqini deb bordi bir yerga ya bir falani masjidning imamiman deb borgan birisi shu imomlik shu boshqonlik nemisini pesh qilib turib shu imtiyozni pesh qilib turib olmoqchi bo'lgan sotmoqchi bo'lgan mangmoqchi bo'lgan yo'li bir yasirdan bir narsaga bir imkon chiqarilish piydi bo'lish hukmi qanday bo'ladi? Sizning gaplarni tozbek yaxshi tushunmay qoldim. Tozi ta'sirrak gap qildimi? Ya'ni mana deydi normal odamga 50 avroga berma. Sen jamining imomi ekansan, bo'pti 30 avroga beray. Yoki men imom juma menga bir azaroq ber. Masalan, men boshqon, o'tirsanlar boshqana menga biroz yo'l qo'ysang oldi deb uni mayli o'zining shaxsiy ishiga ishlasin, mayli jamiyat ishiga ishlasin. Farqi bormi? Va ajna qilsa bo'lamdi. Yani bir yerde imtiyozning ishlatilishi degan bir narsa bor shu. Imtiyozni undaq nohaqchilik ishga ishlatishga bo'lmaydi. Misol, undaq narsalarni vosita qilish orqali bir narsani o'z qimmatidan to'van yoki undaq nima qilishga u bo'lmaydi. Ammo biz buni boyman nima deyilqi ammo man ata vattaqa va saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra degan mush oyatniki hisob
toplaydigan odamlarga berilgan Alloh taoloning ta'limoti bu. Bir odam iqtisod toplamoqchi bo'lsa, u iqtisodni ishiltigan yaxshi o'rinlarni insonlarga deyish orqali u insonlarni qoyil qilgan vaqtda u inson uningga u pul berdi degan gap. Bu oyatning o'zi. Agar uni qoyil qilolmasa, u vaqtda u pulni bermaydi xalqlar degan gapda. Demak, bu yerda narsa nimani bildirib desa, seni tushuntirishingda o pulni elish masalasi degan gap to'g'ri ishga ishilta oladiganligingda xalqniki pulisning o'zini degan ma'noni bildirdi. Ammo bu yerdagi narsa faqat o'zi aldash bilan, ya'ni uning o'zi sen xalqni jiq pul berish uchun mandaq gapni qilsang bo'ldi degan bir nima Qur'oni Karimda bu narsa yo'l qo'yilmaydi. Chunki aldamchilik Qur'oni Karimda eng cho'ng to'silgan narsaning birisi. Shuning uchun bu yerda o'zimizning yuz obro'y va kazoning o'zini o'ttirib qo'yish orqali millatni nima deymiz, yuz kelolmaydigan holatga akib turib qilish bu to'g'ri narsa emas. Ammo bu yerdagi projekt deydimi, g'arb davlatlarda planni aniq ko'rsatib turib biz mana mandaq ishlatmoqchi mana o'zini deb turib elish bu Qur'oni Karim yo'l qo'ygan bir ish. Ama bu yerdan tushuntirishda o'ttirib qo'ygan men Palaniyaning imomi Pistaniyaninki bimisi deb turib bir narsani azan olgan chog'da o'zining shu salohiyatini sotgan bo'ldi ekan degan bir tuyg'u kelgandim men. Albatta. Ben imanımı satmayman, ben musulmonligimni satmayman. Misol uchun aqidasi tushunishi to'g'ri bo'lgan inson deydigan narsada necha pul satsa normal inson necha pul satsan shuncha pul olaman. Bundan azam bersan yo'q. Ben imomligimni satmayman sana. Deyishimiz kerakda. To'g'ri. Hayır, yaşashni o'rganib bo'lgancha o'lib ketdi ekan insonlar o'zim qarab ketayotgan o'xshaymiz. Mishada to'xtaylar, inshaalloh oldimizga sonda takror ko'rishamiz. Bo'ldi, Allohga emanet. Ko'p rahmat sabrlarga, himmatlarga. Ajrlik bo'lg'aylar, hamg'aylar, amon bo'lsangiz. Allohga emanet. Salom. Muhtaram qarindoshlar, Qur'ondan nazar programmamizninki 70. soni shuna qilib bishara yog'lashdi. Mazmun e'tibori, ya'ni ta'siri doirasi bilan kengayib. Biz faqat undan shu bir kichik to'nlikdan qaragandek bir shaklda mulohaza qilib bordik. Albatta o'zimiz yoki real hayot yashagan duch kelgan masalalarimizni o'ttirib qo'yish orqali uning yechimini izlash jarayonlarida bu kam qolgan mazmunlarni to'liqlash imkoniyatimiz bo'ladi. Bugun o'ttirib qo'ygan fikr tushunchalar asosida yechimlarga yaqinlashgani yoki chunqurlig'i bo'ladi qarindoshlar. Masala qat'iy anglashda. Hamda kunimizga qadar 70 son e'lon qilingan bo'lsa-mu anglab boqmay, yoki kichikina anglablam tashlab ketayotgan qarindoshlarning shamiga shuni tavsiya qilay. Aziz qarindoshlar, şoför ulab mashina haydab ketayotgan inson agar oldidagi aynak qarab turgan vaqtida yo'lni ko'rolmaydi. Bu aynak shaltoq, maynat bo'lgan taqdirdami, u aynak to'silib ketgan boshqa aynak yo'q yerdan yanada yaxshi, chunki dunyoni ko'rgani bo'ldi. Oldimizdagi yo'lni ko'rgani bo'ldi. Undaqda biz ko'rsatayotgan, ya'ni biz nishon qilib ifodalayotgan, ko'rsatayotgan fikrlarimizni o'tirib qo'yayotgan narsaning nima ekanligiga qarab boqinglar deb kelyapmiz biz. Biz boshdan oyoq deyotgan narsa Qur'on deyapmiz. Sizlar bizningki agar ekspres sikatimizga, gap so'zlarimizdan ekspres chiqib qolishiga sulkat salohiyatimizningki sizlar aymindigan siyohdagi insonlar ichidan bo'lmaganligimizga qaramay qarindoshlar nima deb, nimaga ishorat qilayotganligimizga nazar solishni o'rgansanglar, inshaalloh bu taqdim qilingan programmalardan nurg'un manfaatlarni olasizlar. Har programmada nurg'un yangiliklar o'tirib qo'yiladi. Masala qatiqini tushunib anglasanglar, topalaysizlar. Xayr, imanning dastlabki shartlaridan aql baliq bo'lish deyiladi. Aql baliqni hozir qadar jiq anglab keldik. Aql demakdir.
aqli bo'lgan insonlar deb. Ammo imom kirib bo'lgan keyin aql bu shariat aqlning dini emas, naqlning dini degan fikrlar oldida ma'qul deb mingiverish endi bizga yarashmaydi. Aroq ichgan vaqtingizda nima da'vat qilinganini bilgan qadar namozga yaqinlashmanglar degan oyatga bir qarab boqinglar. Okey. Aroq ichmagan holatinglarda nima da'vat qilinganini bilamsizlar? O'qiyotgan namozinglarda nima da'vat qilinganini bilamsizlar? Agar bilmasangiz namozga yaqinlashmanglar Allohning amri. Aman bo'linglar. Kelar qatorda sonda ko'rishlar. Darslarimizga e'tibor berib qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.